Bizda endi partnyorlar bor, aytadi-da, baribir deydi, o'zbeklar yaxshi muomala, lekin to'lovinglarda rosa ikkisizlarda deydi. Sinov qilganmiz, 500 million kontraktga imzo qo'ya olmaganman aka. Klinikada ob'yomlar qanaqa dedim-da, endi yoshlik qilib so'rab qo'ydim. Aytdilar, yo'q G'ulomjon, men bu ma'lumotni aytolmayman sizga dedilar. Sizdan ancha kam, lekin bu mumkin emas. Sog'liq maslahatchimizdan birinchi ko'rishganimda, birinchi ish boshlayotganimizda aytganman. Men oliy maqsadim bor. Mazza qilib uxlashim kerak. Uyda kim taqillatgan taqdirda ham qo'rqmasdan ochaman. Eng zo'r reklama sarafanli tavsiya. Biz klientlarga har doim aytamiz, ozroq mujg'ulik xarakterimiz bor deb aytamiz. Ya'ni mujg'u uni polzasiga. Eng zo'r pozitsiya, ishchilarga borib nima yordam desa, shu aka bezovta qilmaganingiz bizga yordam deydi-da. Chunki kirsangiz aralashib buzib qo'yasiz. Sog'liq tizimimiz ideal. Ya'ni ideal deganda qanday? Hozirgi tadbirkorlarimiz ishlasa cho'tki deydi-ku, zo'r tizim qilingan. Masalan, Turkiyaga borsangiz, o'shani boshliqlari ham sizni kutib oladi. Shu boshliqmi deysiz? Sen shunday bo'lishing kerak, rozi bo'lishing kerak. O'smoqchi bo'lsang, sendan ham kuchli odamlar kelishiga. Bilmaslik bu normalniy. Bu tabiiy holat. Bu dunyoda hamma narsani bila olmaysan o'zing kasbingda ham. Lekin sen shuni bilmagan narsani o'rganib oldingmi? Uni tatbiq qilmaslik bu noto'g'ri deyman. Ishxonangda dedim, yo kimgadir pul to'laysan dedim. Yashang. Yo kimdir senga to'lasin dedim. Hech kim xalosga yurmaydi dedim. To'ppa-to'g'ri. Assalomu alaykum. Meni ismim Bekzod, Gigant buxgalter kompaniyasining asoschisiman va bosh direktoriman. Bugungi mehmonimiz qadrli akamiz G'ulomjon aka, xush kelibsiz aka studiyamizga. Oddiy bir qog'oz. Oddiy bir qog'oz aslida biznesingizni o'zgartirishi mumkin. Printwell O'zbekistondagi to'liq jarayonni qamrab olgan 20 yildan oshiq tajribaga ega yirik poligrafiya, farmatsevtika va oziq-ovqat yo'nalishidagi qadoqlar, kataloglar, post materiallar, brendingiz uchun barcha poligrafiya mahsulotlari bitta joyda. Katta hajm, yuqori sifat, tez va ishonchli xizmat. Biz sizning brendingizni yanada ko'rinadigan qilamiz. Printwell, yuqori sifatni his qiling. Shunaqa podkastimizga chaqirib, siz xo'p deganingizga juda xursand bo'ldim. Bir ikkita akalarga aytdim, akani vaqtlari juda tig'iz dedi, agar ko'ndira olsang malades dedi. Nima deydi? Bitta urinishda Xudoyim taolo nima deydi, nasib qildi meni ko'rishtirishga. Xursandman ko'rishganimdan. Aka, o'zingiz haqingizda ozgina qisqacha ma'lumot berib o'tasiz? Xo'p, assalomu alaykum. Endi Bekzod aka, o'z birga siz bilan safarga bordik. Masalan, o'zi odamzod safarga ketsa yaqin bo'ladi-da. Masalan, Samo tekstiliga bordik. O'ziga yarasha baribir safar qilganda qiyinchiligi bo'ladi. Qiyinchiligi bilan borib, endi ham suhbat bo'lganda, nima deydi? Yo'q deya olmaydigan nima edi? Bu birinchi, ikkinchisi o'zi Hasan akam bilan bir gaplashganda, yo'q, shu sizlarni sohaga, o'zingni qiziqishingga bo'lgan podkast bo'lsa, borish kerak edilar. Chunki yaxshi odamlar bilan ham suhbat bo'lsa, gapdan gap chiqib, o'shanda sinergiya bo'ladi-da. Xo'p, ismim G'ulomjon Mansurov. Bizda o'zi asosiy yo'nalishimiz qog'oz yo'nalishimiz bor. Amanta trade va ikkinchisi Printwell tipografiyasi. O'sha 15 yoshimdan, 15-16 yoshimda tipografiya sohasida tog'alarimiz qo'llarida ishlab, katta bo'lganmiz. Va bu tipografiya yo'nalishida ishlaganimizda qatta bo'sh nima bo'lsa bizani qo'yishardi. Joy. Biz to'ldiruvchi bo'lardik va shu taqdir taqozosi bilan buxgalterlarimiz ham ketishganda o'sha yerda ishlagan bolamiz. Shunga bir qiziqib keyin tog'amlarning maslahatlari bilan buxgalteriyaga kirganmiz. Shuning uchun bir hamkasbimiz. Yaxshi. Endi biz asosan 2 yil o'qib, 3-kursdan keyin umumiqtisodga o'tib ishga berilib ketganmiz. Lekin baribir nima deydi bu buxgalteriya haqida uncha-muncha bir tasavvurga egamiz-da. Tog'ingiz shunda Hasan aka, Husan akalar. Ularning adalari Rahmonbek tog'am bo'lardilar. Bir yo'lda bir toqqa borayotganlarida Oqtoshga o'shanda so'rab, nima qilsam ekan desam, 2-3 ta yaxshi maslahatlar beruvdilar-ki, o'sha litseyda biz o'qirdik. Finansiy litseyda o'qigan, moliya litseyda o'qiganman. Bu ham akalarga havas qilib aytgandilarki, shu G'ulomjon, qo'shimcha darsga borish shart emas sani holatingda. Biz o'sha mahal litseyda ham o'z kollejda o'qigansiz 80 minut bo'larmidi? Shunaqa. 3 para, 4 para bo'ladi. O'sha birinchi partada o'tirib, o'sha domlani maksimal vijimat qilgin. Chunki qo'shimchada ham o'sha narsa o'tiladi.
Shuni olganman. Holatim o'sha yerdami, bo'ldi, menga geografiya, ximiya, fizika kerak emas, imkon qadar tushunganimcha olardim. Fokusingiz asosan o'sha o'zingizga kerakli sohaga yo'naltirgansiz. O'sha darsli holatda bizda bo'ldikmi, o'shani olardim-da. Chunki sho'xligimiz ham bo'lgan, o'ynaganimiz ham, urushganimiz ham, boshqamiz, lekin o'rtoqlarga yetardik, dars bahal bezovta qilib, fokusingni qarab. Ko'p odam bilsangiz darsda domlani chalg'itgisi keladi, bilasizmi? Men yo'q, chalg'isa domla, men nima edi, men fokus yoqqa yo'naltirardim, chiroyli muomala qilib, ham doskaga qaratibchi, men bitta nima edi deb, shu plyusimiz bo'lgan. Keyin bu aytganlarki, shu buxgalteriyani tanlasang, yaxshi, hamma joyda ishlasang bo'ladi. Buxgalteriya, hammani buxgalteriyasi bor. O'zing biznesing bo'ladimi yoki bir qo'lda ishlasang ham, hamma sohada buxgalteriya bor. Aynan bu hisob-hisobni keyin tanlaganman. Keyin analiz qilganman, o'sha yillari balli baland bo'lmagan. Analiz asosida chunki siz kirganingiz o'sha mahalla 180 bo'larmidi sizlarda? Necha yillar kirgansizlar? Endi hozir eslab. Men 150 necha yil bo'lsa ham 160 bilan kirganman, xullas. Ashta 20 yil bo'lyapti. Endi men o'sha taqdirimdagi nuqtalar bo'lganicha esimda analiz asosida kirganman-da. Asosan o'sha uchun shu yo'nalishni tanlaganmiz. Ana nima deydi, G'ulomjon aka ismni juda ham yaxshi ko'raman. Men ustozim bor, pochcham. Shu darajaga yetib kelishimga ham ularda juda katta hissalari bor. Ularga har doim minnatdorman, oilasidan ham, o'zlaridan ham. Umrlari uzoq bo'lsin, yuzlariga kirsinlar. Nima deydi? Har doim nima deydi, mana shu yo'lboshchi sifatida ko'p narsani o'rgatganlar. Bundan keyin ham nima deydi? Hammamizga nima deydi, yo'lboshchi bo'lishini tilab qolamiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Sizga katta rahmat, ustoz. Ular buxgalter bo'lganmilar? Yo'q, buxgalter emas. Ularning qo'llarida ishlaganman. Katta zavod bor, ularning qo'lida ishlaganman. Keyin o'zimiz sohani qo'shimcha buni ham buxgalteriya sohasini ham yo'rtib ketganmiz. Keyin bir 2-3 yil bo'ldi, mana o'zim alohida ishlayman. Yaxshi hozircha. Bugungi asosiy mavzumiz G'ulomjon aka shu tadbirkorlikda, ya'ni tadbirkorlik faoliyatida moliyaviy savodxonlikda qanchalik ahamiyati bor degan mavzuni ko'tarmoqchi edim. Shunga bir nechta savollarim bor edi. Nima deydi, o'sha masalan biznesga hozir qanday qilib kirib kelganlaringizni etapini aytdingiz. Mana hozirgi kunda sizni egallab turgan pozitsiyangiz nimadan iborat? Bittasida qog'oz yo'nalishida aynan SEOlik funksiyasini bajaramiz, o'sha ijrochi boshqaruvchi sifatida. Ikkinchisida asosan ishlab chiqarishga maslahat berib turamiz tipografiya yo'nalishida. Endi men marketing ham kirib keldik, mana Instagram orqali va boshqa orqali. Shu asosiysi. Bu oilaviy bizneslaringiz ham bu? Endi o'zi oilaviy emas-ku, qarindoshlar bilan sherikmiz. Ya'ni o'sha qarindoshchilik demoqchiman, to'g'rimi? Qarindoshlar bilan hamma sherikmiz qarindosh. Begonasi yo'q. Begonasi yo'q. Qanaqa aka bu qarindoshchiliklar bilan biznes qilish? Bizda oson kechadi. Naqasi yo'q, nima deydi, qiyinchiligi yo'q. Endi ba'zida aka-ukalar qiynalsa kerak. O'ta chunki oila bilan aka-uka, er-xotin qiynalsa kerak deb bilaman. Tog'a-bachcha, amaki-bachcha, masalan, cheris qarindoshlar baribir gapirayotgan gapingizni filtr qilib gapirasiz, o'ylab gapirasiz. Yosh kattaga hurmat. U birinchi asosan. Birinchi nima, bir gapingizni yetkazayotganingizda yosh kattaga o'ziga moslaysiz. Tengdoshingizga o'zingizga moslaysiz. O'sha tomonlari bu. Ko'plar aytadi, sherikchilikda qiyin deydi-ku. Nima tavsiya berasiz? Endi o'zi har bir qiyinchilikdan keyin keyinchilik ham bo'ladi. Har bir mashaqqatdan keyin ham o'zini shirinliklar bo'ladi. Qiyinchiligi bo'lishi mumkin. Sizning nafsingizga yoqmagan holat bo'lsa, qiyinchilik bo'lishi mumkin. Lekin shu Allohning va'dasi bor. 3-sherik o'zim deyilgani yoki sherikchilik oshini it yemaydi degani o'sha hujum qilmaydi degani. Chunki kuch birligida bo'ladi. Qarashlaringiz, manfaatlaringiz bir bo'lsa, ketaverasiz. Agar hamma o'ziga tortsa, o'zi qiynalasiz. Shuning uchun bu o'sha yerda ham gaplashib turishda, qarashlarni birlashtirib turishda juda ham muhim. Defitsit bo'lib qolsa, shu narsalar profitga chiqarib qo'yaverasiz, yana ketaverasiz. Chunki asosiy maqsad baribir shu cho'qqiga erishish, manfaatga dor bo'lish-ku, to'g'rimi? Yaxshi ishlash. Shuning uchun mayda shunday narsalarga ahamiyat bermaysiz.
katta marrani o'ylayverasizda. O'shanda mana ko'p odamlarda noto'g'ri talqin borda. Masalan, sherikchilik nimada oshdi, it yemas deydi-ku. Shunda ma'no hozir men tushunishim bo'yicha it teginmaydimi yo Qo'rqadi. qo'rqadi. Bir ikkala boshqa joyda boshqacha talqindada. Ya'ni sherikchilikda ovqatini ham itga ham Bu endi anaqaga o'xshar ekanda. Bekzod aka, masalan, hayotda har nima deydi, o'ziga yarasha pasti balandligi bo'ladi. Masalan, oilalar bor. Hamma yaxshi niyat bilan uylanadi, erga tegadi. Lekin ajrashish ham borda. To'g'rimi? Bu xuddi shunga o'xshash sherikchilikda ham birlashadi va ajrashish ham borda. Ajrashgan er yoki xotin bo'ldi, uylanish kerak yoki erga tegish kerak desa, bu chisti o'zini subyektiv fikri bo'ladi-da. Bu vaqtincha bo'ladi. Balham tortgandan keyin dardiga yana yashash kerak, davom etadi. Xuddi shunaqa sherikchilikda ham nafaqat sherikchilikda, masalan, kim bilandir hamkorlik qilsangiz ham, o'zingizda ham ko'p hamkorlik qilasiz. Bu odam bilan masalan oldi berdi qilmay qolganim to'g'ri ekan degan xulosalarsiz keladi-ku, to'g'rimi? Bu odam bilan faqat salom alaykum qilar ekanman yoki qayerdadir ko'rishar ekanman, lekin bu odam bilan nima qilmaganim to'g'ri ekan deb xulosa qilib ketaverasiz. Chegara qo'yib ketaverasiz. Shunaqa bo'ldi deysiz. Shu odamga nisbatan kimdir kelib so'rasa, ehtiyot bo'lgani yaxshi deb qo'ya qolasiz. Menda shunaqa bo'lgan. Bu odam yaxshi yomon deya olmayman. Lekin menda shunaqa bo'lgan. Balki o'zim aybimdir. Balki uni aybidir yoki holat shunaqa bo'lgandir. Shuning uchun u hayotda ham shu, o'zimizda ham proyektlar bo'lgan. Birlashganmiz, ajrashganmiz. Shu mavzuda shu odam bilan bo'lmasam nima qilmagan to'g'ri ekan deysizda yana niyat. Chunkichi o'zi bilsangiz agar mana o'zi 40 damiz, o'zingiz ham biz ham bir yotganingizda ham, boshqa qilganingizda ham balkim ko'p dam olganimizda ham bir nafsoniy, shaytoniy xayollar keladi, bilasizlar? O'sha mahal undan uzoqlashaverasiz. Shunday. To'g'ri, yaxshilikka o'ylayverasiz-da. Shuning uchun har bitta holatda ham o'sha uchun yomonlikni odam so'ravermaydi-ku, to'g'rimi? Keladi. Shuning uchun tez keladi. Shunaqa, shuning uchun xayol ham bitta duo ekan. Shuning uchun anaqa ham gapim xulosasiga yomon narsalarni unutaverasiz-da. Yo'q, masalan, o'sha holatingizda, masalan, например, siz bilan ikkalamiz sherikchilik qilganimizda ham qanaqadir kelishmovchilik yo hozirgi sizni holatingizdan kelib qanaqadir yo'q degan bo'lsangiz, bu darshi sizda keyinchalik ham shunaqa inson bo'lasiz deganimizda. Baribir bor-da. Masalan, hozir siz bilan kelisha olmagan bo'lsangiz, balkim sizda nima deysiz, qanaqadir siz bilan bog'liq bo'lgan holatlar tushmagan bo'lishi mumkin. Lekin siz boshqaga zo'r tushib ketasiz. Hamma har xilcha bo'lishi mumkin. Endi shu mamlaqaga o'xshaydi. Bekzod aka, masalan, deylik yana aka ukangiz bilandir, oilangiz bilan moslashasiz-ku. Bu sherik bilan xuddi shunaqa. Masalan, siz bilan ham uchrashib beringlar-dek, masalan, siz yozishmalaringizdan, boshqangizdan ko'raman. Masalan, 10:30 dedingiz, vohlar kelishga harakat qilarsiz 15 minut. Bo'ldi, men shunga moslashyapman. Boshqa odam bo'lsa 10:30 bo'lsa, uni 45 ham kirib keladigan qo'limdan keladi. Конечно. U bemalol kelamanda, yo akaga qarasam xarakterlar shunaqa ekan. Chunki borganda ham bildim, kelgani o'qiysiz. Tushundingizmi? Psixolog bo'lasiz o'sha. Shu sherigimga shu chegarasi ekan. Shu narsalar yoqmas ekan. Deysiz, shunga moslashasiz. Bu odamda to'g'ri ma'nodagi maskalar. Ota-onangizga moslashgani boshqa maska bilan borasiz, to'g'rimi? Albatta. Ayolingizga boshqa maska, farzand bilan boshqa maska. Xuddi shunaqa uchrashuvga kelganda demak sherik bilan o'shanga moslashasiz. Shu-da. Конечно. Shuni xarakteriga moslashasiz. Shuning uchun aytadi-yu, atrofingdagi aytdingiz, hozir gaplashib turganimizda tarixingizni aytib berdingiz, sinfdoshlaringiz bilan kim nima sabab bo'lganini. O'zi yaxshi bola bo'lgansiz. Lekin o'sha yerda muhitga tushib qolganingizda sizni o'zgartirib qo'yganda, lekin yaxshi insonlarning farzandi bo'lganingizga ota-onangiz yoki yaqinlaringiz, "Yo'q, to'xta, bu Bekzod yaxshi bola edi. Bu yoqqa ketsa yana nimasi oxirat yaxshi bo'lmaydi" deb bu yoqqa jo'natishyapti-da. Shunaqa. Endi har bir o'sha vaqtida nima deydi, sinfdoshlarimiz ham sho'x bo'lgan, endi yoshlikda, hozir ham hammasi yaxshi o'z-o'zini yo'lini topadi. Bu yerda keyingi savollarimizdan shunda, ya'ni umuman tadbirkorlik faoliyatini boshqarishda moliyaviy holat, ya'ni moliyaning qancha ahamiyati bor? Masalan, ko'p tadbirkorlar bu narsaga e'tibor bermaydi-da. Ya'ni hozirgi kunda kecha ham Alchir akani bitta zo'r gaplarini eshitdim. Budjet taqsimotlari bo'yicha zo'r tavsiyalar berdilar. Masalan, budjetda deyapti, 1 yilda smetalarga aniq beradi. Sog'liqni saqlashga, bog'chalarga, boshqa joylarga aniq beradi. Hech qachon bittasidan tugab qolsa, bittasidan olmaydi dedi.
O'sha boyagi ko'p narsalarni ustozimdan ham ko'rganman. Ishlar jarayonida haqiqatan aytgan pulni boshqa joyga ishlatmasdilar-da. Zo'r. Xuddi o'shanga o'xshab siz ham nima deb o'ylaysiz? Moliyani qanaqa ahamiyati bor? Zo'r. Endi shu moliyani yaxshi gapirib o'zbekcha hisobini bilmasang tijorating mo'l bo'lmas, o'ylamasdan bostirgan qadamlaring yo'l bo'lmas deydi. Shu hisob kitobli narsa baribir hisob kitobli. Mo'ljalini olasiz. Masalan, biznes biz boshlayotganimizda ishonsangiz agar juda ham katta optimizatsiyaga qaragan bo'lganmiz. Arendani joyini kichkina olganmiz, skladni ham kichkinadan boshlaganmiz. Ko'rpaga qarab oyoqni uzatishda endi yoki bitta kompyuterda kishi o'tirganmiz, internetda ham shu fleshkalarda optimizatsiya qilganmiz. Shu optimizatsiya qilinadi, keyin kengaygandan keyin, pul ko'paygandan keyin aytganingizdek shu byudjet qilmasak, hamma xohlagancha ishlatib tashlayapti. To'g'risida nimadir buzilib qolsa yangisini olish kerak. Yo, buni tuzatsa bo'ladi. Shuning uchun byudjet qilishga biz ham o'sha ancha bo'lib o'tdik. Byudjet qilganda aytganingizdek o'zi chiqib kelgan. Prям bunga muncha yo'q bizda ham, to'g'risini aytaman. Lekin biz o'sha tariximizdan, historiyamizdan bilamiz. Shu bu shakllanib qolgan o'zi. Bu birinchi masalasi. Xo'p, byudjetini qilish. Ikkinchisi masalan deylik, to'lovlarimiz bor, platejni kalendar qilamiz. Kimga qancha barib to'lovimiz bor. Uni ham qilib qo'yasiz. Bu zo'rligi, hatto bu qilib qo'ysangiz, o'zi nimaga qilinmasgan desangiz, ko'rib qo'rqib ketadi-da, deb shuni ham ko'rmay ham kuymayman ham deydi. Lekin aslida bundoq qilsangiz, sizga qatta foydangiz bor. Qatta ekonom qilsangiz bo'ladi. Ko'rar ekansiz-da. Qog'ozga tushirsangiz-chi, ortiqcha pul kelib qolsa, bu sizniki emasligini ham bilar ekansiz-da. Xuddi uni joyi bor. Qo'pol qilib aytganda uyga olib borganda odamlar o'ylaydiki, u uydagilar ham meni pulim, uydagilar bizani pul deb o'ylaydi. Bu bizani emas, bu hozir olib kelib turibman. Kech payt oldim uchun bu ishxonani puli. O'sha mana bo'lsa, o'sha nima deydi, xatga tushirilsa, bilar ekansiz-da. Buni zo'rligi keyin kimni qancha berishi bo'lsa ham so'raysiz, menimda to'lov kalendarim keldi mana. Bekzadaga unga to'lashim kerak, Ahmad akaga unga to'lashim, unga to'lashim. O'zi bizda endi partnyorlar bor, aytadi-da, baribir deydi, o'zbeklar yaxshi muomala, lekin to'lovinglarda rosa ikkisilarda deydi. Mana deydi, Xitoylik kompaniyalar rossiyaliklar bilan ishlaymiz deydi, bir kun oldin to'laydi deydi, va'da qilganidan deydi. Ularda bor deydi-da. O'sha ham bizga signal bo'lgan. To'xta qulam deganmiz. Chiroyli kutib olamiz, chiroyli muomala qilamiz. Lekin gapiradigan manmida. Vaqtida to'lamaganingdan keyin sen ming zo'rini mehmon qilib, o'zingcha o'zbeklik bunaqa mehring ko'rsatganing bilan mana bu bo'lmagandan keyin vaqtida nima deydi, uyatli bo'lasan. Shuning uchun biz ham shu narsani bu tajribadan keldi-da, xatolarimizdan, to'xta, betayin degan nom chiqaryapsan. Yoki to'g'risida kimgadir yana o'zingcha tayinli dedingmi, o'zing ham tayinli bo'lgan. Shuning uchun zo'r narsa, chunki sababi men ham hozir shunga harakatdaman, lekin men aytdim-ku, shu pochcham qo'lda ishlaganimda G'ulomjon akam, meni shunday xonamda o'sha kompyuterim bo'lardi, shunda men bu yerda chiqarib qo'yardim-da, qistirib qo'yardim xarajatlarni va qayerdan qancha olishimiz kerak edi. Masalan, qaysidir katta kompaniya bilan ishlardik, nomini aytmayman. Shunday kelardi, telefon qilardi, lubi vaqtida shunday telefon Bekzod, andan qancha olishimiz kerak derdi. O'sha kompaniya nomini aytardi. Mana shuncha qarzdorligimiz bor. Bir rahbariyatiga telefon qilchi, ya'ni o'sha proyekt menejerlari, ularda katta o'sha mas'ul odamlariga telefon qilchi, ajdaniya bormikan, yo'qmikan, bizga berishga, keyin aniq kimga qancha berishimiz kerak va kimlar biz uchun важный. Ya'ni qaysilarni hozir yopishimiz kerak deb aytardi. Oyliklarda va soliqlarda eng birinchi o'rinda turardi. Ayniqsa oylik birinchi o'rinda turardi, keyin soliqlarni to'lab qo'yardilar. Qolgan qancha kreditorlarimiz bo'lsa, hammasini yopib berardi. Debitorkalarga maksimalni yaxshi qarilardi-da. O'shaning hisobidan juda ko'p planировda yaxshi anosi bor edi. Tajriba bor edi. Tajriba juda kuchli edi. Juda kuchli strategik insonlar juda uzoqda yaxshi ko'radilar. Hozirlargacha gaplarni, bir ikkita gaplari, например, bizga o'sha vaqtda diskomfort, неприятный bo'lgan bo'lsa ham, nafsingizga yoqmaganda, nafsimizga yoqmagan bo'lsa ham, hozir xodim ishlatib ko'raman, juda strategik nuqtai nazardan bo'lgan. Endi ular ham, ya'ni
ular ham qaysidir etapda bizdan ancha oldin ko'rganki, o'sha uchun biladida. Mana hozirlar eslayman, deyman, shu gaplar deb bekorga ham aytmagan ekan. Ya'ni bitta narsani moliyaviy bo'lgan jarayonlarni prosta tak birovga ishonib qo'ymasligini juda ko'p ta'kidlardilar-da. Masalan, pullik narsalarni, buxgalteriyani, например, pullik narsalarni prosta любой odamga kelib, любой odamga topshirib qo'ymasliklarini juda ko'p ta'kidlardilar-da. Ya'ni buxgalter qanday ahamiyatga ega insonligini, buxgalteriyada ko'p narsa borligini va mana umumiy pul jihatdan ko'p narsa. o'shalar qanaqa tekshirib berardilar ekan? Sizlar bilmaysizku kelgan odamni birdaniga yaxshimi yomonligini tekshirarmi? O'sha uchun demoqchiman, buxgalterlar ham juda tanishlar orqali olinardi. Begona juda ko'p olinmasdi. To'g'ri. Tegi surishtirib, mahallasiga borib degandek. Shunda juda nima deydi, qizlarni uylanayotganingiz juda bu qiz qanaqa bo'lgan darajada surishtirasiz-ku, shunaqa darajada e'tiborli bo'ladi. Chunki moliya har tomonlama zo'rda. U sizga qarshi o'ynashi ham mumkin. Har xil holat bo'lishi mumkin. Yoki har xil holatda aytganingizda ham uni nafsi buzuq bo'lishi mumkin. Nafsi buzuq bo'lishi mumkin. Bu birinchidan. Unga uncha ahamiyat qilmaslar, o'sha ma'lumotlar chetga chiqib ketishidan baribir kompaniyaning siri bilan baribir. Chunki o'zlari qurgan sherikchilik bilan baribir noldan sherikchilarni oldida mas'ul. Mana shu ma'lumot deganingizda, mana siz hozir shunaqa pozitsiyadasiz-da. Masalan, nechta odamni boshqarasiz, qo'pol qilib aytganda kaliti qo'lingizda-da. Ключи ham qo'lingizda, kaliti ham qo'lingizda. Korxonalar masalan, men o'zimda tajribada shunaqa bo'lgan. Buxgalterimiz bor edilar. Najimni akam yoshlar katta, tajribali. Ular biz yosh edik, ish boshlaganimizda. Ular keldilar-da, bizda ham ishlardilar, keyin klinikada ham ishlardilar. Keyin aytdimki, Najim aka dedim, klinikada ob'yomlar qanaqa dedim-da, endi yoshlik qilib so'rab qo'ydim. Aytdilar, yo'q g'ulomjon, men bu ma'lumotni aytolmayman sizga dedilar. Sizdan ancha kam, lekin bu mumkin emas. Meni nimammi, kasbimmi nimasi, bir sir asrorlardan bittasi. Siznikini unga aytmayman, unikini sizga aytmayman. Men o'zim bilmagan holda odamni tekshirib qo'ydim-da. Shunaqa. San shu odamga ishonsa bo'lar ekan. Aytganingizdek bu muhim ekanda. Masalan, adashman borib uydagilar bilan gaplashib qo'ysiz, ular ham aytib qo'yishi mumkin. Bu juda ham omonat narsa-da, sifri. To'g'rimi? O'sha noto'g'ri bo'ladi-da. Kimdir bunga yaxshi qaraydi, kimdir yomon qaraydi. Sizni pulingizda masalan stolda ustiga masalan $10,000 qo'yib qo'ysangiz, yoki $100,000 qo'yib qo'ysangiz, balkim u sizniki emas, lekin chetdan ko'rgan odam har xilcha qaraydi. Kimdir malades omadini bersin deydi, kimdir aytadi, "Men shuni olishimiz kerak" deydi. Yomon ko'zli odamlar albatta aytadi, "Shuni olishimiz kerak, qanday qilib bo'lmasin" deydi. Lekin bu muhtojlik puldir yoki kimnidir pulidir. Yoki qo'pol aytganda o'zingni ehtiyot qilib qo'yishni o'rgatmaganda gapda. Shunda men o'zim bilganman, aytganman, "Zanchi bu odamga nima qilsa bo'lar ekan?" O'zim bilmagan holda tekshirib qo'yaman. Masalan, sizlarning pozitsiyada masalan 50 ta odam masalan firma bor, 20 ta firma bor. Juda ham anaqada shipitilli momentlari ko'pda. Bir xil yo'nalishdagi firmalar bo'lib qolishi mumkin. Buni ma'lumoti bunga, buni ma'lumoti bilmagan holda chiqib ketib qolishi ham mumkin. Sizdan o'zi xodimlaringizdan ham chiqib ketib qolishi mumkin-da. Bu men shuni ustida ham ancha ishlasanglar kerak-a? Harakat psixologik suhbatlar ketadi. Bu yerda biz asosan nima qilamiz? Kompaniya nomini aytmaymiz, lekin tadbirkorlar har xilcha so'raydi. Masalan, sizga o'xshagan odam kelsa, masalan, buxgalteriyasini bermoqchi bo'lsangiz, sizdan qaysi ma'noda so'rashingizga ham bog'liq. Masalan, bunaqa faoliyat bilan yurg'izyapsizlarmi siz? Sizga aytishim mumkin-da, aka nima uchun so'rayapsiz-da? Bizlar uchun, ya'ni opting bor deb so'rayapsizmi yo nima ma'noda so'rayapsiz? Kimdir har xilcha o'qoladi. Kimgadir aytsangiz insasi qotadi. Kimgadir aytsangiz malakasi bor ekan, haqqa sohada ishlagan ekan deb o'ylaydi-da. Masalan, qanaqa holat bo'ldi? Bir holat bo'ldi, tekstil bo'yicha shunaqa bo'ldi, savol berdi. Biz kimnidir misol keltirdik, ular o'ylanib qoldi-da. Nimaga o'ylanib qoldi? Keyin analiz qilsak, işte ular haqida informatsiyani ularga aytganimiz uchun bular ham qo'rqib qolish shekilli-da. Ertaga meni ham kimgadir misol qilib yuboradi o'yladi-da. Ehtiyot bo'lishingiz kerak ekan. Yo'q, ehtiyot bo'lganingiz bilan ham uni ichida nima bo'layotgan jarayonni bilmaymiz. To'ppa-to'g'ri. Endi bu tabiiy, chunki siz hamma o'zini buzuqlik darajasida fikr qiladi yoki hamma o'zini ehtiyotkorlik darajasida xayol qiladi. Siz asosiysi sifralarni aytmasangiz bo'ldi. Ya sifrasini aytmadik, misollar ularga nima qilib berganini, vyigidasini aytib berdik-da.
Masalan, siz aytyapsiz, hozir qog'oz bilan shug'ullanaman deyapsiz, to'g'ri? Masalan, men aytaman-da, bor G'ulomjon aka mijozimiz bor, o'shalar bor, qog'ozlar bilan ishlaydi, ularni masalan optimizatsiya qilib berganmiz, imkoniyatlarni qilib berganmiz, anchadan beri ishlaymiz debdi. Xuddi shu sohada o'ylaydi. Men hozir aytsam, mani klientimni bichib ketib bu qolmaydi. yoqqa aytarmikan, yo'qmikan, bu bilan munosabati qanaqa ekan? To'g'ri. Endi u odamni ham tushunish kerak, chunki u odamni ham bilmaymizda orqasida nima o'tgan. O'zi biladi, Xudo biladi. Ha, Aytganingizdek, kimdir shunaqa parod qilib ketgan bo'lishi mumkin. Qattiq puflab ichadi odam, to'g'rimi? O'zi kuygan. shunaqa. Shuning uchun bu joyda anaqa qilish qiyin, lekin asosiysi sifralar, asosiy nomlarni o'sha aytganingizdek chuqurlashgani aytilmasa, lekin aytganingizdek tajriba sifatida yoki nima maqsadda so'rayotgan sifatida aytsa bo'ladi. Endi men aytganingiz bilan bari o'zini fikrida qolaveradi. ha, buni o'zgartirib bu tabiiy. Aytgan hozircha Maksimalni nomini umuman aytmaymiz. Shunaqa bor, endi nomi shart emas deb o'ylayman. Demak, agar sizga agar yo doskoналный kerak bo'lsa, undan ko'ra kontaktini bering. Ha, o'zi. Menda отзыв oling. Aka nima deydi, Alloh rizqimizni Ana shu zo'r ekan. rizqimiz qo'shilgan bo'lsa ishlaymiz, bo'lmasa maksimum aka-uka bo'lib qolamiz deb aytaman. Zo'r ekan mana shu odamni nomeri sizda yo'nalishdagi. Ha. So'rang, просто. Zo'r. Shu eng zo'r ishlatganchi zo'r. Zo'r, qani tajriba. Keyingi anoularimizdan, savollarimizdan sizlarda buxgalterlar hozir outsourcedami yo shtatdami? Xo'p, mana qog'oz yo'nalishimiz bo'yicha o'zimizda shtatda nima bo'yicha tipografiyamiz bo'yicha o'zimiz klubda Oloyor aka, Beron akalar borib, ular bilan gaplashib bir 4 choymi bo'ldi, anaqaga berdik, outsourcega berdik. Hozircha yaxshi. Masalan, outsource bo'lgani bilan outsource ular bizani boshqarishadi, nima qilishadi, lekin baribir xodim olganmiz. Chunki fizik odam bo'lmasa bizga shu to'g'ri kelar. Chunki tekuchga o'sha qiladigan ishlar ko'p-ku, bilasiz. Yaxshi ekan. O'zimcha xulosa qilib kelman. Masalan, bu qog'oz yo'nalishimizda ham shu qizimiz borlar, yaxshilar, lekin bularni ham oldik baribir bu yoqqa ham. Chunki ilm hozir shunaqa tez o'zgaruvchan bo'lib turibdiki, o'sha o'zingizdagi shtatniy buxgalteringiz ba'zida ulgurmayapti. Chunki nimaga desangiz, ular shu o'zlarining qobiqlarida o'sha yo'nalishda, lekin zo'r, kuchli. Sizlarni plyusinglar nimada ekan? Sizlar har xil keyslar bilan ishlaysizlar-ku. Har kuni bitta nima bor, keys bor. Plyus ana soliq maslahatchingiz bor, yurist maslahatchingiz bordir yoki buxgalter maslahat. Sizlar har xil yo'nalishdan har xil nimalarni yengilliklarni ko'rib, tatbiq qilishinglar oson ekan dedim. Shu ikkalovini olib borgan juda ham zo'r ekan. Agar odam puldan qochmasa, imkoniyati to'g'ri kelsa, shu modelni olgan hozircha menga ma'qul bo'lib turibdi. Chunki siz har kuni mendan nechtasini ko'rasiz-da. Shu uchun menga hozir shu etapdamiz. Men o'shani savol bermoqchi bo'ldim. Как раз ikki tomonni ham ishlatayotgan ekan. Sam shtatdan o'zi prioritet bo'yicha yana qanchadir muddatdan keyin shtatlar yo'qoladi. Bizda o'zbekligimizda boya aytdingizki, pulga sal yo'qmiz dedingiz-ku, chetdagilar aytdi dedingiz-ki, sal pulga anolar pishmasizlar, ya'ni kontrol qilmaysiz. Bizda sal kibr bor ozroq. Rahbar baribir shu kimdir kelganda eski sarqitlardan qolib ketgan asosiy kimdir kelganda shu bir baqirib alamini shu odamni olay deb o'ylaydi-da. Shunisi o'shanaqa sarqitlarimiz bordi. O'sha sarqitlarni hozir sekin-sekin chegaralar buzilib o'sha narsalar yo'qolyapti. Asosan shu nuqtai nazarda. Ya'ni kimdir menga qo'limda qaramog'im bo'lsin. Farqi yo'q. Mana shu yerda kimni bo'lsa ham ko'rib turay deydi-da. Shu ma'noda. O'shani hisobiga hali shtatlar yo'qolgan. Buxgalteriyada aytmoqchisiz. O'z dunyo tajribasida qanaqa? Dunyo tajribasida menimcha Amerikani bir analiz qilganmiz. 100 yildan ziyod o'tib ketgan, outsource o'tib ketganiga. O'zida-yu. Mana 2023-yil marketing festivali bo'lganda, marketologimiz bilan Qozog'istonga, Almataga borganimizda, ularda o'zi 10 yil oldin shtatlar yo'qolib ketgan. Buxgalteriya bo'yicha. Katta kompaniyalarda bitta ikkita bo'lmasa, tekuchka, siz aytganingizdek tekuchkani qilaveradi. Asosiy kontrol paket outsource'da bo'ladi. Xo'p, qarang, bitta prosta odamda endi qo'rquv ham bor-da. Uzoqni ish qiyin. Masalan, sizlarda masala ko'p. Nima deydi, tadbirkor ko'p, olgan nima o'zingizlarni imkoniyatinglar shunga yetadi, lekin men buncha olgan bo'lishinglar ham mumkin-ku endi.
sizlar degani aynan siz emas, o'zi shunga o'xshagan korxonalar misolida aytaman. Shunda men e'tiborsiz qolib ketaman degan qo'rquv bor edi. Shu joyda nima javob bo'ladi? Xo'p, Masalan, men buxgalterga topshirdim, men o'ylashim kerak emas-da, lekin ko'pincha men o'ylayman-da. Bu bechora o'sha tadbirkor kechirasiz qo'rg'ondan tortib ichkarigacha hammasiga o'ylashga majbur bo'lib qoladi-da. shtatda bersangiz ham shunaqa aka. Shtatda bersiz ham to'ppa-to'g'ri shunaqa. Lekin hatto oldingizda turadi-da, fizически. Endi men fizически Bu endi bu fikrlar emas, subyektiv. конечно, fizически oldingizda turgani bilan qilmaydigani qilmaydi. Yashang. Qilmaydigani qilmaydi, qiladiganini Fizически sho'talik xayolan qayerda o'tiribdi u. qayerda o'tiradi. Mana hozir juda ko'p analiz qilishimiz, bizga murojaat qilgan tadbirkorlarni ham ko'p kuzatamiz, eshitamiz. Shtatda buxgalteriya outsourcda bo'lgani bilan juda palaparti yuritadi deydi. Bizda ham bo'ladi, oqlamayman o'zimda. Nima deydi, ya'ni xodimlar qaysidir o'ringa borganda o'zlari ham palaparti bo'lib qoladi, keyin ramkasi kelib qoladi, baribir palapartichilik kuzatiladi. Uni iloji Bu tabiiy, tabiiy holat. Keyin bizda immuniy kompaniyamizda ya'ni men tortish skorasiga qo'yaman-da. Ya'ni masalan bitta eshakga 100 kilo gruz qo'yiladigan bo'lsa, bo'ldi, unga 120 kilo qo'ya olmayman. Ko'tara olmaydi bechora. Ko'taradi, qiynaladi. U nima qiladi? Keyin meni kompaniyamga va kompaniyamizdagi xodimlarga nisbatan prioritet o'ldiradi. Bizda sal chek qimmatroq, Filtr ekan. qimmatroq, zo'r to'lasin, qilib beraylik bo'ldi-da. Ishimiz ham masalan soliq maslahatlari bo'yicha yoki masalan bitta narsani birdaniga tez aytib tashlamaymiz. Ya'ni bitta olganimizdan keyin maksimal обработка qilamiz. Soliq maslahatchimiz juda nima deydi, produktiv bo'ladi. Kirgacha shtobi ne propustit qilmaydi-da. Hammasini ko'radi, shtobi aniq erta kelganingizda po fakti tashlab beradi. Yuzaki qarab o'tirmaydi-da. Mani inakda nima deydi, sabrim chidamay qoladi. Doim tezlashtirillik deyman, deganda bo'laman, lekin keyin kuzatuvlarimdan keyin qaraganman, bu birinchi foydasi yo'q. Chunki u o'zini prinsipi shoshilmaydi, cho'tka qilib, hammasini qilib papalchim qilib beradi. O'sha uchun hali sizda yaxshiligi mana pul filtr ekan, keyin anaqa IPlarni yoki nulovoylarni olmayman deysiz. Bu o'sha energiyangizni ham ancha saqlab qolar ekansizda, haqiqatan ish bo'lmaydi. Chunki aka kam pul to'laydiganlar mana shuncha savol bo'ladi. Ko'p pul to'laydiganda mana shunchagina savol bo'ladi. Sabab? Sababi ular qo'rqaveradi. Hamma narsadan padardi. Ya'ni puldor odam, ya'ni pulga to'q odam, yaxshi pul to'laydigan odam o'zi intellektli odam bo'ladi. Nima savol berish kerakligini biladi. Birinchi o'zidan qidiradi. O'zidan qidiradi, maksimalni sizdan savol so'raydi va maslahat so'raydi, bo'ldi. Dabitsiya qilmaydi. Bor unaqa klientlarimiz ham, arzonchi klientlarimiz ham bor. Endi ular oldindan ishlaymiz ular bilan va imkoniyatimiz yo'q, mayli kimgadir bolalarga o'rgansin deb ham olib qo'yganmiz shunaqa. U demoqchim ular ham miyangiz chaqlaveradi-da. O'zi 1,5 million pul beradi, aka ishonasizmi, bir 15 millionlik savol beradi. Miyangizni qattig'ini chiqarib tashlaydi. Maksimalni hujmat qilar ekanda. Shuning uchun ularga birdaniga hozir maksimalni harakat qilyapmiz, oyliklarini ko'tarishga, filtrga qo'yamiz. Kimdir o'tyapti, kimdir yo'q deb aytyapti. Chunki ular o'sha pul qobig'ida-da. Masalan, men individualni MBA ga o'qiganman. O'shanda men ustozim kontrakt yozdirtirardi, kontraktga imzo qo'ydirardi. Adashmasam 2022-yilmidi bitta sinov qilganmiz, 500 million kontraktga imzo qo'ya olmaganman aka. Prosta mana keldim, men dedi kontraktga deyapti, 15 millionlik kontrakt deyapti. Tasavvur men klient bilan imzola deyapti. Imzolab pechat qo'yib bering, prosta misol qilyapmiz, trenirovka qilyapmiz. 500 millionlik kontraktga imzo qo'ydim. 500 million nima? Prosta shartnoma. So'm, dollar. So'mda. 500 million so'mda imzo qo'ya olmadi. Ya'ni miyam ko'tara olmadi sifrani. Zo'r aytdi. Buni nimaga o'xshataman men, Bekzod aka? Biz ham endi savdodan chiqqan odammiz. Boshida aytganingizdek 10 million kelsa, uni hazm qila olasiz-da. Sal hovli qilib qolasiz. Keyin 20 million, keyin 100 million, keyin katta summalar kelsa o'rganasiz. O'sha sizda qo'rquv ham bo'lmaydi,
tushunasizmi? U hazm ham qila olasiz. U ham qarang, sifrada ham shu narsa bor ekanda. Ha. Bu sifra bu. Bu sifra hali biz shartnoma Hali o'sha qilmayapmiz. ko'rmagansiz. Hali shartnoma qilib birov menga zakaz ham qilmadi. Yo'q, ushlab olib ko'rganingiz Ha, ushlab, o'xshadi. ha. Fizikga aytsangizki, shoshib qolibdi. Demoqchiman, umuman hali просто qanchalik miyang shu summani ko'taralar ekan yo'q deydi. Masalan, oddiy oilamiz nuqtai nazaridan, masalan, men o'zim yarasha taktikalarim bor. Uydagilar masalan ayolim pul so'rasa, maksimal o'sha aytgan vaqtida yoki aytgandan surib beraman, shutobi pul bemalol emasligini bilish uchun. Любой vaqtda pul topiladi, lekin bu har doim bemalol deganimiz. Bo'lib qolishi ham mumkin, bo'lmasligi ham. Bu bitta tomon yaxshi tomonligini sezdim, aka, sizda krizis bo'ladimi? Krizis bo'lmaydimi? Bir xil bo'ladi. Keyin ayollar ham bitta tomoni bor, sizdagi bor narsani ham maqtanib qo'yadidan keyin birovga ko'z tegishga yoki boya aytdimki, $100,000 turganda dushmanlar sizga ko'z olaytirishini ham sizga sababchi bo'lib qoladi. Shunda hozir ishxonaga agar o'girsak, ichkaridagi xodimlarimiz buxgalter misol bordir, moliyachi misol, o'sha ham bo'lib qolishi mumkin boshqa. Albatta. O'sha uchun demoqchiman, oiladagi holatda ham ishxonada ham ancha ko'p rol o'ynaydi. Ya'ni sifralarda ishlatilishida. Sizning keyingizga aytsak ham, katta summalar aytsak, inakda hayron qoladi, lekin men uchun prosta sifrada uchun. Masalan, hozir katta kontraktlarga u yoqda nima ham bo'lgan, boshida o'sha kontraktga qo'l qo'ya olmaganimda, mendagi xodimlar resurslarga ham qo'rqqanman-da. Sizdan o'tdachi sifrada emas, mas'uliyatda. Qarang, bu yaxshilik sababi aslida. O'sha uchun baribir mana katta komanda o'qib ketaverganingizdan keyin kelaverganingizdan keyin yutib yuborasiz uni. Ya'ni kattalashib ketaverasiz-ku, kattalashib hozir orqasida eshitib bo'lsa, o'sha buni anaqa qaraysiz, imkoniyat bo'lsa qo'y. Chunki normal narsada, masalan, bor сделкаlarimiz, katta сделкаlarimiz shunday kelamiz, bu normal holat deb qabul qilaveramiz. O'sha vaqtlar bo'lganda o'ylanib qolgan bo'lardik-da, bu juda katta summa-ku deb. Qani ikkita xulosa qilsa bo'lar ekan. Men boshida aytganingizda qani hazm qila olmadi, bu mindset desam, yo'q aka, mindsetingiz, fikrlashingiz nimadan kelib chiqyapsa, orqamdagi nimamdan, resursdan. Qani men buni oldimmi, o'sha buni hojatini chiqara olmayman yoki просто gapdan 5 ta bo'lib qolish kerak emas. Odamlar gapda chiroyli-ku. Yaxshi bo'ladi deydi, kim yaxshi bo'lishini, qanaqa bo'lishini aytmaydi-da. Asli shu usulida ayniqsa masalan sog'lom maslahatchisida aynan nimada odam konkret savol bilan keladi-da. Quruq motivatorlik emasda, sizda sifra 2+2 4 yoki 2+2 5 ligini siz chiqarib berishingiz kerak-da. Nimaga 5 qilib beryapsiz, nimaga 4 qilib beryapsiz-da? U yertaga bitta insonni umuman olib kelganda hayot mamot masalasida, u insonni hayot mamot masalasi uni tadbirkorlik faoliyatiga ham, oilasiga ham juda katta ta'sir qiladi-da. O'sha nuqtai nazardan juda bu narsaga seriozdan qaraladi. Juda bir ikkita narsalarni juda chuqur o'rganib aytiladi. Masalan, likvidatsiyalarni qilamiz, juda cho'ziladi. Chunki ertaga kimdir kelganda, masalan, huquqni muhofaza qilish organlari, masalan, prokuratura delani so'ragan taqdirda ham oldiga bemalol taqdim qilib, bexijolat. Ya'ni o'sha sog'lom maslahatchim bilan birinchi ko'rishganimda, birinchi ish boshlayotganimizda aytganman. Men oliy maqsadim bor. Mazza qilib uxlashim kerak. Zo'r ekan. Prosta mazza qilib uxlashimiz kerak. Uyda kim taqirlatgan taqdirda ham qo'rqmasdan ochaman. 2:30da bir kun Igolorovskadan kelibdi. Adashib qolibdi ekan. Bo'lmasa 2:30da, yarim tunda. Menga eshigimiz jiringlatyapti. Olsam domofonda desam, jinoyat qiruv bo'limidami Toshkent shaharda. Tinchlikmisiz? Eshigingizni ochinglar. Keyin domofon bosib ochdim, kirdi. Guvohnomalarni ko'rsatyapti. Labba desam, falonchi aka sizmisiz deyapti. Yo'q desam, uzr aka deb ketyapti-da. 2:30da bo'lmasa. Agar noto'g'ri ish bo'lganda, baribir qo'rqadi. Siz kuncha ushmasangiz qochadi. Nima bo'ldi, nima uchun keldi, nimaga unaqa bo'ldi degan narsada juda bo'ladi. Keyin bu narsani boshqacha o'yladim. Birinchi etajda turamiz. Bundan keyin jiringlatsa, yarim tunda ham shunaqa, ya'ni bevaraq vaqtlarda, noqulay vaqtlarda bo'lsa, aka, derazadan qarang, balkim ular bosqinchi ham bo'lishi mumkin deydi. Ustozim bilan gaplashganimizda bosqinchi ham bo'lishi mumkin. Hozir shunaqalar bor dedi. O'sha uchun men aytdim, uyda nima bo'lsa, bo'lmasa ham dedi, zarar qilib ketishi mumkin. Qiladi. O'sha uchun birinchi etajda turasiz-ku degan, derazadan qarab oling.
nima bo'ladigan bo'lsa, keyin haqiqatan tanishib bo'lganingizdan keyin agar mabodo shunday ham shubhangiz bo'lsa, 02 ga telefon Uchastkavoy qiling. qilasiz. 02 ga telefon qilasiz, ular keladi, утверждать qilganda, masalan, haqiqatan sizga nisbatan podozrение bo'lsa, keyin ular bilan qo'shilib boraverasiz. Zo'r. Eng zo'ri shunaqa qiling. Bo'lmasa просто так согласоваться qilib ketavermang. Ular masalan sizni olib borib noto'g'ri informatsiyani sizga qanaqadir tazyiq o'tkazib qo'yishi Adashishi ham mumkin. Adashishi mumkin-da deydi. Keyin uzr degani bilan sizni mana yerdan bir urganingizda ertaga masalan jigaringizmi yo pochkangizmi bo'lsa, unaqa qilmaydi. Конечно, endi misol qo'pol ma'noda tushuntirdi, hazil tariqasida. Zo'r. Baribir bu naqsh emas dedi. Endi bizda unaqa narsa Qani bo'lmaydi. yaxshi tajriba aytdingiz. Buxgalteriyani tushunmaydigan tadbirkorlarga nima tavsiya beradi? Juda ko'p odam tushunmaydi, lekin o'zi asli tushunish kerak ekan. Katta kompaniyalarga отчетностьlarda berayotganda aka finansiy direktorlardan, finansiy direktor buxgalterlardan so'raydi, buxgalterlar qaltirab turadi. Aha. Katta korporatsiya, katta kompaniyalar отчетность qiladi-ku, buxgalterlari agar отчетность bo'lganda pitirilib qoladi. Endi o'zi boshlayotgan odamda masalan hozir ancha soddalashgan-ku, yaxshiligi deylik, mana kichkina korxonadan boshladi yoki ICPdan boshladi, o'rischasiga gapirsak, unaqa soddalashganda bizda unaqa katta yo'q yoki o'zim tushunganim uchunmi balkim. Endi yangi o'zi boshlayotgan odam uni ham tushunish kerak. Buxgalteriyani tushunmasligi bu tabiiy. Shuning uchun yaxshiligi avvalambor o'zi tadbirkorlikda resurs sifatida qarab yaxshi odamlarni topish. Yaxshi birinchi kompetentni bo'lsin va aytganingizdek shu buxgalteriyada hamma sirni aytmaydigan va siz tarafda bo'ladigan. Siz taraf deganda qanaqa? To'g'ri, siz taraf bo'lib noto'g'ri narsani yetkazish emas. Siz taraf deganda baraka topib to'g'ri maslahat berish. Mana buni qilsang, mana bu yoqqa boradi. Mana buni qilsang, mana bu yoqqa boradi. Hammamiz baribir sifrani tushunamiz-ku. To'g'rimi? Mana buning to'g'ri 2 + 2 4, xohlasang 2 + 2 5 ham qilib berishimiz mumkin, lekin birni qayerdan olding desa, ertaga sen javob bera olmay qolasan. Shunday. Hamma gap shunda deb odamga onglik qilsa, aytganingizdek, men kechqurun yaxshi uxlashimni xohlasang, mana shu birni qilmaylik, to'g'ri qilib beraylik. Borini aytaylik deb to'g'ri maslahat berilsa yaxshi. Keyin o'zi hamma narsaga vaqt o'zi yetib kelar ekansiz, tushunishda ham. Masalan, to'g'risi men buxgalteriyada o'qiganim bilan baribir haligacha o'sha moliyaviy hisobotlarni o'qishni zo'r bilaman deb bilmayman, lekin o'shalarni o'qishni o'rganib olsa, ko'p odam zo'r o'qigan odamlar o'sha moliyaviy hisobotlarni, mana foyda zarar, yoki balanslarni yoki pul oqimini, shu 3 ta narsa hayotda ham o'zi kerak ekanda. Shunday. Hayotda qo'llaysiz. Shuncha narsam bor deb o'zicha foydada, lekin bu qayerda turibdi desangiz, birovlar qo'lda turgan bo'ladi. Eskilatib turgan bo'ladi. Eskilatib turib, tursin xolalarimiz qancha? Yoki o'zingizga bir sim kerak, ola olmaysiz. Pul oqimi o'sha yerda kerak deysizda, masalan, to'g'rimi? Shuni hayotda qo'llab ketaverasiz va biznes, xohlagan biznesingizni ishlab ketaver ekansiz. Shu uchun kerak buxgalteriya. Buxgalteriyani moliya sifatida ishlata olsa, to'g'ri, u provodkalarni, shotlarni bilish shart emas. Kerakli nuqtalarni bilib olsa, o'ziga kerak. Foyda zarar aytgandek, pul oqimi, to'g'rimi? Yoki balans, yoki debitorlar qayerda turibdi, kreditorlarimiz qayerda. Shu 4 ta 5 ta savolni bersangiz, keyin o'sha aytganingizdek, mana sizlarga o'xshagan korxonalar mana bunaqa ekanda, endi bitta yurist institut bitirib kelibdi, hamma biladigan anaqa anekdot. Dada yoki adada kelib, mana shu 10 yildan beri 20 yildan hal qilmagan ishingizni borib hal qilib kelinsa, qulog'idagi bitta turibdi. Bizdan 20 yildan boqib yuruvdi bu. Nima qilib qo'ydik asta? To'g'risida xolis. Chunki siz u odamni deylik, qaysi darajaga keldi, u tadbirkor qo'yib yuborganingiz ham yaxshi-da. Chunki unga balki o'ziga shtatkaga kerakdir. Siz unga shu arzimagan pulini olib, nabarat orqaga tortayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Siz deganim sizga o'xshagan korxonalar. Uni qo'yaver, aka omadingiz bersin, men har doim shu yerdaman. U biladi, o'zi kelmasa ham yangi boshlayotgan qarindoshidir, tanishidir. Bekzod akamga borgin, zo'r bo'ladi deydi. Bekzod, eng zo'r reklama sarafanli tavsiya. Bizda shunaqa, где-то 95% shunaqa. Mashalloh, zo'rda bu. O'sha sizga pishib keladi. Siz narx-navoingizni ham bilib keladi, kutib ham to'g'ri bo'ladi. Shunday. To'g'rimi? U akadan o'sha maqsad so'rab kelgan bo'ladi. Mana shu joyga qaraysan, mana shu. Ya'ni o'sha uchun ko'proq bu endi sizga aql o'rgatgandek bo'lib qolaman, rozi bo'lasiz. Shu uchun qo'yib yuborishni bilsangiz, yana takror bo'lsa ham kelaverar ekan. Va bu o'sha tadbirkorlarga ham ularni ham to'g'ri tushunish kerak-da. Masalan,
Mesela doktorga borsak, doktor bizani tilga tarjima qilib tushuntiradi-ku. Sizlar ham buxgalterlar, mana o'zim ham buxgalter bo'lganim uchun qanaqa o'qiganmiz. Biz shunaqa qilib tushuntirishimiz kerak odamga. O'zini tilida nimalardir deb aytadi, u bechora u tadbirkorni qilsin yoki siz o'rningizga o'tirib отчетingizni topshirursinmi deymanda. Tushunasizmi? Shu joyda bilishni qaysi darajagacha ham bilish. Bu ko'proq javobgarlik buxgalterga ham kerakki, baraka topkur, unga o'zini tilida tushuntir. Qozoqcha, dehqoncha. Dehqoncha. 2+2 to'rtligini nima tushunmaydi, tushunadi. Tushunadi. Unga faqat shu nima qo'rqinchli gaplarni ishlatib emasda, bir moddalarni ishlatib emasda, o'zbekcha. O'zbekcha. Mana shu yaxshi narsa, hozir yaxshi narsa aytdingiz, ana aytdimki, ustozim pochcham dividend aytardimda, mana shu bu yil qancha dividend qildik, ya'ni qancha foyda qildik. Umuman hozirgida nakopleniyada taqsimlangan foydamiz qancha bor. Faloncha summa aytsam, asoslab bera olasanmi derdi-da. Hozir shuncha. Ha, qani shuncha pul derdilar-da. Zo'r. To'xtangchi dedim. Pul dedim. Siz mana bu yerda shuncha pulimiz bormi? Ha. Skladingizni hozir hisoblab chiqaman. Dedi keyin bor ekanki derdi-da. Endi masalan oddiy narsalarni ham savol berardi. Buxgalteriyani zo'r bilmasdilar. Hani bilish ham kerak emas-da. Prodkalarni bilmaydilar. Biladilar, endi balki menga ko'rsatmaganlar. Demoqchiman, sifralar qayerda yotganini o'zlari bilardilar. Zo'r. Qancha shu masalan taqsimlanmagan foydamizda ham masalan 20 milliard dividendimiz chiqdi, to'g'rimi? 20 milliard dividendimizdan bizda hozir sotsak pulga aylanadigan nima bor? Zo'r. Debitorkamiz bor, pulga aylanadigan. Ola olsangiz hali. Ya'ni olishimiz juda ehtimolimiz bo'lardi. Ikkinchidan demoqchiman, ikkinchidan endi o'sha davrlarda, endi hozir bilmayman albatta. Ikkinchidan tayyor mahsulotimiz bo'lardi. Zo'r. Keyin klientlarga bergan yo'ldagi mollarimiz hisobga olinardi, keyin xom ashyolarimiz hisobga olinardi. Zo'r. Mana shunaqa hisobga olib yig'sak, kiraverasizda. o'sha приблизительно plus minus ozroq o'ynashi mumkin, lekin o'sha sifra chiqadi baribir. Pul borda, tagi bor. Tagi bor, zo'r. O'zidan o'ziga yo'qolib ketmagan bo'ladi. Biz klientlarga har doim aytamiz, ozroq mujg'ulik xarakterimiz bor deb aytamiz. Ya'ni mujg'u uni polzasiga. Zo'r. Просто добиться qilaveramiz. Bitta narsani aytdingizmi, aka, mana shu narsani noto'g'ri qilyapsiz. Aka, mana shu narsani noto'g'ri qilyapsiz. Oxiri gapimga quloq solsangiz, sizga xat yozaveraman aka. Zo'r. Men bu narsa bo'yicha siz mana bu qonunchilikda mana bu joylarni buzyapsiz. Bu bo'yicha kelayotgan javobgarlik, moliyaviy bo'lammi, huquqiy bo'lammi, qanaqa javobgarlik bo'lsa, o'zingizda bo'yningizda qolishdi. Biz sizga bildirib qo'yamiz, yozib beraveramiz, yo iloji maksimum chaqirtirib qo'l qo'ydiramiz. Zo'r ekan. Lekin bolalarimiz telefonga bitta narsani dalbet qiladi. O'zlariga aytaman, aka, prosta chidasizlar bo'ldi. Bolalarimiz 100 marta, 800 marta bo'lsa ham so'raydi. Men endi o'zim ham boshqaruvchi sifatida shu o'zi yaxshi buxgalteringiz bo'lsa, bir-biringizni tarbiyalaysiz-da, bilasiz? Bu boshqaruvchiga yaxshi buxgalter tushsa, u tarbiyalab qo'yadi. Qaysi ma'nodaki, aytganingizda o'sha nimamiz bor-da, kibrimiz bor. Men xo'jayinman-ku. Bizda ham shu Najm aka misolida biz yosh boshlaganmiz, anaqa qilardilar-da. Bitta hujjatni agar menga taqalgan bo'lsa, olib kelmasam, million marta so'rashga kelsa qo'ymasdilar. Men boshliq, menga farqi yo'q dedilar. Sizmi yoki boshqasiga o'tkazing, men undan so'ray. Keyin o'sha kerak mahal shunaqa malham berardi. Shu hujjat bitta qog'oz bo'lsa, baraka toping derdik. O'shandan xulosa bo'lganki, yaxshi buxgalter bilan befarq buxgalter farqi o'sha oxirigacha aslida u aytadi, masalan, siz o'zimizdagi odam ham 5 martagacha so'raysiz-da, qolganda bilganingni qilmaysanmi deysiz-da hayotda ham. Men senga 5 marta eslatdim. Lekin u pulingizlar qanday? Kerakligicha so'rab olsalar, bu katta yutuq-da. U o'zi boshqaruvchi uchun yutuq. Hozir endi elektronlashib ketdi-ku ko'p narsa. Endi masalan oddiy narsalar, masalan, noto'g'ri pul yechib qo'yadi. Например, bemaslahat, например, shuni to'g'rilab qo'y, joyiga qo'yib qo'y. Proch расходni yechib qo'yadi. Например, o'sha to'g'rilash variantlarini aytamiz, hali ham qilmaydigan bo'ladi-da. Aka, bu holatni to'g'rilab qo'yish kerak. Siz ertaga deyapsiz, yakshanba deyapsiz, hafshamimiz yo'q. Bo'ldi, haftada 7 kun bor. Dushanba, yakshanba kun yopiladi, boshqa kunimiz yo'q. Har kuni seshanba kun deysiz, seshanba kuni juma kun deysiz dedim. Qachon bu tugaydi? Shu holat bilasizmi nima qilaman? Men o'zim urisha olmayman.
Siz ham o'zingiz usha olmaysiz. To'g'ri, o'tirganda tafakkur qilasiz. Shuning uchun aytaman, bo'ldi. Bekzod aka, men bilan ishingiz bitmayaptimi? Men bu javobgar deb bitta xodimni bog'lab qo'yaman. Davay harakatimizni qilaylik deyman. Eng zo'r yo'li shu ekan. Chunki men bilamanki, siz mendan to'g'ri narsani so'rayapsiz-da. Bu qanday yechim bo'ladi unda? Aytamanki, mana sanan deylik, men bilan bitmayapti ishingiz, ha? Masalan, men javob bermayapman vaqtida sizga, to'g'rimi? Elementar narsalarga. Energiyam ham ketib qoldi-da, o'zimga ham diskomfort keltiryapti. Sizni ovora qilgan, sizni kompaniyangizni ovora qilganmi? Buni men mas'ul xodimni qo'yaman-da, shu odamdan so'rang deyman. Keyin bu odamga bitmasa, keyin bu odam bilan men gaplashishim osonroq-da. Ha, tushunasizmi? U ham kelib menga agar bersa, yo'q, mendan so'ramasan, o'zing qilgin deyman-da. Xullas, o'zim xalaqit beradigan nuqta bo'lsa, o'shamni o'zimni olib chiqaman. Olib chiqasiz-da. Men unda aytamanki, yordam bermayapsanmi, o'g'lim? Xalaqit berma. To'g'risi-da. Ishni bitishga. Ha. Chunki eng zo'r pozitsiya ishchilarga borib nima yordam desa, shu aka bezovta qilmaganingiz bizga yordam deydi-da. Chunki kirsangiz aralashib buzib qo'yasiz. O'zingiz ham proyektlarga kirsangiz ko'pincha buzib qo'yamiz-da. Shoshib qo'yamiz, chuqurlashib ketib qoladi. Bolalarni o'ziga aytyapsiz, men soliqchim. Tegmasam o'zi bilib olib boradi. To'g'risi-da, shuning uchun aytaman, shu men xalaqit berayotgan nuqta bo'lsam, o'sha qo'yayotgan nuqtaga men xalaqit berayotgan bo'lsam, endi pul to'g'ri mendan bo'lishi mumkin, lekin menda bor-ku, kasrim bor, pul yig'adigan bolalarim bor. O'shalarga aytaman, bo'l, sizlar mas'ul, akam qiladilar, hal qilasizlar. Bo'ladi hal. Shunday. Faqat u prioritetimda bo'lmayotgan bo'ladi. Menga u bizda shunaqa odat, dard bo'lmaguncha biz his qilmas ekan bizda. Men aytaman, nima kerak bor uni pichoqqacha olib borib suyeni. Undan ko'ra hozir kelsa shoshib qolasan. Shunday. Hech kim menga yordam bera olmay qoladi, to'g'rimi? O'sha unda nima yordam ko'zi bilan emas, qattiq ko'z bilan kelgan bo'ladi. Tekshiruv bo'ladimi yoki to'g'rimi? Yoki любой joyda-da vaziyatda. Bu yaxshi narsa, nima demoqchiman, bir boshqa tomondan qarasangiz bo'ladi, rahbarsizku. Kirsangiz hamma narsaga aralashsangiz, ularda baribir xodimlik holati bor, hayajon bosib ketib qoladi. Qilayotgan ishini ham noto'g'ri qilib qo'yadi. Yashang. Bolalarim bor, aytadi, biz gaplashganmiz, ukalarimiz bor. Aka deydi, men ustimga kelib turmang dedi. Men nima qilayotganimni ham ko'rmang deb, men sizga qilaman, topshiraman deydi. Bo'ldi deydi, keyin ko'rasiz. O'shalarchi sizdagi qilmaydi, lekin sizdan zo'r qiladi. Da. Chunki har kunlik ishida. Men ustimda turmasin, bu odam kelsa ham turmasin deydi. Zo'r. Bolalar bor, bir ikkitasi bo'lar, keyin telefon qilib, nima buni ustida turibsan deyman, kameraga ko'raman, nima qilib turibsan desa, bir narsani ko'rsatayotgan deydi. Keyin bilaman, qaysidir etapda o'shani ukamiz insasi qotayotganini sezaman-da. Ya'ni bu uchun ayta olmayapti, xalaqit qilyapsan deb. Keyin aytaman, bu uni ustida turma, sen so'ragan narsangni keyin qilib bera, hozir boshqa narsani qilyapti deb aytamiz. Shu bilan joy-joyiga tushib ketib qoladi. Zo'r. Endi rozi bo'lasiz, bir xilda boshqa savollar berasiz, boshqa joyga kirib bo'lib ketayotgan bo'lsam, hamkasbingizga. O'zi umuman qanaqa buxgalterlar bilan ishlash kerak ekan? Zo'r savol bo'ldi. Hozirgi gap ertaga to'g'ri kelmayapti. Masalan deylik, o'zimiz ham ko'rganmiz, siz ham ko'rgansiz yoshimizda, bizlarning shu ota-onalarimiz qishga g'amlashardi deysiz-a? Kartga g'amlanardi. O'zimiz ham g'amlaganmiz, uylangan mahallamiz. Piyoz g'amlardik. Shu kvartirada tursangiz ham, uchastka tursangiz ham sovuq g'amlanardi. Qish g'ami yeyilardi. Hozir endi shahar misolida gapiraman. Bu gapim qaysidir joyga to'g'ri kelmas. G'amlanmayapti. Ish narsa. Chunki u qimmatga tushyapti sizga. To'g'rimi? O'sha xaladinlikda o'sha tadbirkor zo'r qilib g'amlab beryapti. Xuddi shunaqa buxgalter misolida ham oldingi to'g'ri kelgan gaplar hozir to'g'ri kelmayapti. Hozirgi gapirgan gapim kelajakka to'g'ri kelmaydi. Hozir men ko'rib turganim meni holatimda o'sha gibrid model menga to'g'ri ekan. O'zimni o'shirganman va men bu outsourcing kompaniyalar soliq maslahatchisi bor, yurist maslahatchisi bor, ushlab birga olib borganim to'g'ri ekan. Chunki o'zgaruvchan. Hozir O'zbekiston o'sish jarayonida davlat ham bitta ish qilyapti, o'xshamayapti, o'xshamagani boshqasiga buryapti. Bu tabiiy, chunki birdaniga bozor ochilib ketdi 2015-16dan keyin o'zgarishlar tez, juda ko'p. Tez, Hozir oddiy misol, bir albatta 2 soat uxlab tursangiz, dunyoda nimalar bo'lib ketyapti. To'g'rimi? Xuddi shunaqa buxgalteriyada ham yangi narsalar chiqib ketyapti. Bu o'zgaruvchanlikka moslashadigan yosh faktori ham to'g'ri kelyapti. Yosh kattalar o'zi tez moslasha olmayapti ham. O'zimizdagi odamlar mana telefonga qarasangiz, to kirguncha o'g'lingiz qizingiz bir pasda taqillatib tashlaydi. To'g'rimi? Yoshlar ham xuddi shunaqada. Miya ham baribir charchar ekanda, sifra bilan ishlaydi, tik uchkash bilan ishlaydi. Keyin
eng katta man aytdingiz anaqa boshliqlarni kasalligi degani har bir kasb egasini ham kasalligi bo'ladida. Bu kibr deydi, buni otini bir qotib qolish deydi. Narigi buxgalter qilganda bir-birovga isbotlash bor. Ana shuni buxgalter bilan ishlash kerak emas meniki. Men buxgalterman, siz buxgaltermisiz? Kim zo'r akaga biz isbotlashamiz-da. Aka, meniki to'g'ri, meniki to'g'ri. Men aytamanki, yo'q. Manaqa fikrlashdan qaytaylik. Chunki bu Bekzodga ham bu narsani yangilikdan o'tgan bo'lishlari mumkin. Senga bu yangilik bo'lishi, bu odam qilgan bu ishni. Shu aka nima qilgan maslahat? Maslahat ko'zi bilan qaraylik. Shunday. U odamdan so'kinib, vijimat qolgin. O'zingda nima qilgin? Chunki oldin 11 yil o'qigan narsangiz yoki 4 yil o'qiganingiz bir umrga ish bergan. Hozir 3 oy bitta kursda o'qib keling yoki bitta bir seminarda bo'lib keling. Bu keyingi yarim yilga yetmayapti-da. Yoki administratsiyani yoki boshqa programmalar обновлениясini qarang. Sizda internet o'chib qolgan bo'lsa, menda обновление bo'lib, meni gapim yaxshiroq bo'lishi mumkin sizga. Shuning uchun bir-birimizga isbotlamaylik-da, bir-birimizni o'rganaylik deyman. Shunday hozir juda ko'p isbotlanish ko'rtyapti-da. Men zo'rman, sendan ko'ra men aqlliman degan pozitsiya juda ko'payib ketgan. Keyin odamlarda umumiy hayotda realni qaraydigan bo'lsak, odamlar bir-biridan juda ko'p kutuvlar qilyapti. Juda shu narsa parakondalikka olib boradi. Oddiy taksiga o'tirsangiz ham nervniydi. Nimaga nervniy bo'ladi? U like bosmaganiga, u oddiy yozmaganiga bugun ertalab ham aytyapti. Bomdoddan qaytyapman. Mani kiyimni g'ijimligi uchun oddiy yozib yubordi deydi. Men aytayapman, aka, men sizni kiyimingiz g'ijim bo'lasiz, sochingiz bilanmi? Uyimga yetib olsam bo'ldi dedim. Men hozir ishim bor, kiyim almashtirib, men yurgan chiqib ketishim kerak. Men uyga borib olishim kerak. Sizni qanaqa bo'lishingizdan vaqti ahamiyat emas. Lekin bu joyga men ikki xil qarayman. O'sha odam o'zini deylik, mana shu biznes tarifiga o'tdimi, shunga qarab соответствие qilishga harakat qilish kerak ekan. Bu norma ekan. Lekin ikkinchi taraf ham unaqa kamko'zlarga ko'z yumishni ham bilishimiz kerak ekanda. Ikki xil. Tushundingizmi? Men agar deylik xizmat ko'rsatuvchimanmi, masalan, Turkiyaga borsangiz, o'shani boshliqlari ham sizni kutib oladi. Shu boshliqmi deysiz? Mijozni shunaqa yuqori qilib kutib oladi, servis yuqori darajada-da. Mijoz bo'lib kelsangiz ham, masalan, deylik, uyimizda yo'q narsani shu kelgan restoran, kafeda ba'zida kutib qolamiz-da. To'g'rimi? Shu uyda bo'lsa ko'z yumasan-ku, sal kam ko'stiga, to'g'rimi? Qatlarigadir bo'lib qopti, mana alishtirib kel deysiz yoki turib o'zingiz qilasiz-ku, to'g'rimi? Xuddi shunaqa bunda ham ikki tarafdan-da kutuvni ham aytganingizga to'g'ri qilish va unarga o'sha o'zini shu pozitsionировать qildimi, shu narsani bera olish kerak ekan. Biza dedim 3 kunda beramiz dedim, qilish kerak yoki ideal dedim, qilib berish kerak ekan. Shu ikki tarafda. Qarang, imtiyozlardan foydalanib, optimizatsiya orqali qanchadan qancha foyda qilsa bo'ladi. Bu shunaqa narsa qilganmisizlar? Masalan, biz juda ko'p odamlarga optimizatsiya qilib beramiz. Juda foydali narsa, lekin kimgadir aytamiz, realni, masalan, sizga aytaman, aka, mana realni optimizatsiya 300 million pul bor. Prosta olmaysiz, tushunmayman shunaqa odamlarni. Nimadir kasagingiz bor, olmaysiz. Kasagingiz bo'lmay turib ham aytsangiz ham olmaysiz. Men shunga hayron qolaman. Endi значит o'tda anaqa ekanda, topadigan puliga yo qoniqyapti, yo ancha ko'p. Chunki hozir sekonomiyani zarobotini bo'tdi-da. Hozirgi naqada xuddi hamma narsa bozor qiymati bo'lib ketdi-ku. Oldin deylik, svetli yoqib tursa yoki suv oqsa yoqavergan. Keyin sho'tchik bo'ldi, qimmat bo'ldi, svet bo'ldi, hozir limit bo'ldi. O'chirasiz. Topganingizdan ko'ra ekonom qilganingiz foydaliroq bo'ladi. Deylik, siz 1 so'm topasiz, lekin bitta 80 tiyin, 90 tiyin xarajatga tupa ketyapti. Noto'g'ri qilgan qarorlaringiz yoki aytganingizdek imtiyozlardan foydalanmaganingiz. Biz har doim bunga ochiqmiz. Imkon qadar agar imtiyoz bo'lsa, o'zimizcha o'ylab topganimizni qilamiz, lekin kimdir kelib bizga maslahat bersa, biz har doim ikki qo'l bilan ochiqmiz. Masalan, hozir men siz bilan gaplashib turibman, hayolimda Bekzod degan bir o'tirib ishxonamga chaqirishim kerak ekan. Shu joylarni menga ko'rib bersalar, xursand bo'lar ekanman degan fikr bor-da. Chunki aytdingiz, hozir shunaqa bozor iqtisodiyotiga o'tdiki, topayotgan foydangiz bordir, daromadingiz bor. Men qo'pol qo'yib aytaman, 3dan biriga davlatda nima qilgansiz, sherik qilgansiz. Yo gazdan, yo svetdan, yo arendadan, yo nalogdan xolisimi yo'qmi ketadi. Chunki bozor iqtisodi shu. Oldin unaqa bo'lmagan. Nima deydi?
tekshiringni 5% bo'lgan, bo'ldi. Shundan hisob kitobingizni qilgansiz, 0.95 ga 0.80 ga bo'lgansiz, ketaverganda yoki arenda pullari hozirgidek qimmat bo'lmagan. To'g'risida, hozir arenda pullaridan tortib, ishchi oyligi bor. Masalan, yoki ishchi oyliklar oldin bilsangiz, 10 ta ishchi ishlaysiz, bittasini olgansiz. Hozir hammasini olasiz-da. Kelgan odam o'sha mana olmasang bo'lmaydi deydi. Shunday. O'sha kelgan odamlar o'sha olgan oldin deylik mahalladan qo'l qo'yish kelsa hamma qo'l qo'ygan. Hozir kambag'almi boymi, uni qo'li qiymatli bo'lib qolgan, bilasizmi? Shunday, imzosi qiymatli bo'lib qolgan. Bilasiz, shuni mana ongli odam nimaga men qo'l qo'yishim kerak deydi. Nima manfaat? nima Nima qo'l qo'yaman? Bala so'raydi. Shunaqa odamlarda kultura oshganda, shuning uchun aytganingizdek biz har doim ochiqmiz, imkon qadar qatta bo'lsa to'g'ri yo'llari. Chunki bu ham bir imkoniyat, qachondir bu imkoniyat vaqtincha bo'ladi, yopiladi. Ya, to'ppa to'g'rida aka, men qarang, masalan sizga nima uchun bu narsani so'radim? Bizni hozir imini target yoqqanmiz, ya'ni tekin tezkor monitoring. Ya'ni tezkor monitoringni adashmasam Toshkent nuqtai nazaridan yana vallohu alam bilmayman, men yo'lga qo'yganman deb o'ylayman. Zo'r. Chunki u yerda asos tekin. Chekapda. Chekap. Nima uchun? Express chekap. Express. Nima uchun? Yo'da asosiy maqsad bizni savol beradi. Nima uchun tekin qilyapsan deydi. Savol 3 ta narsa. Birinchisi, buxgalteringiz bormi? Buxgalterdan so'rashim hamma zo'r deyishi mumkin. Faqat haqiqatda bormi, yo'qmi o'zi? Yashang. Adiningizda yurtiryaptimi, yo'qmi? Zo'r. Ikkinchisi, yurtirayotgan bo'lsa bu qanchalik yurtyapti? Qonunchiliklar to'g'ri yurtilyaptimi, yo'qmi? Va uchinchisi, imtiyozlarga juda ko'p imtiyozlar aka, ishonasizmi, 95% buxgalterlar bilmaydi. Men ham bilmaydigan imtiyozlarim bor, ani sog'lom maslahatchim bilan. Zo'r. Men produkt odam emasman, chunki MBAda o'qiganimda aytgandim, sen zo'r buxgalter bo'lmoqchimisan, maqsading yo rahbar bo'lmoqchimisan, ya'ni aytganim boshqaruvchilikka o'taman dedim. Zo'r. Buxgalteriyaga zo'r buxgalter bo'lish niyatim yo'q deganman. Zo'r. O'sha uchun o produkt bolamni qo'yib berganman, u men bilmaydigan narsalarni ham biladi-da. Men uni o'sha MBAda menga bitta yana bitta narsani tan oldirtirgan, o'shanga rozi bo'lganman. Sen shunday bo'lishing kerak, rozi bo'lishing kerak. O'smoqchi bo'lsang, sendan ham kuchli odamlar kelishiga. Ishlata olishing, ha? Ya'ni agar oldin menda bo'lgan, nima bo'lgan, hamma mendan ana bilim darajasi past bo'lishni xohlaganman-da. Ya'ni egoizm. Egoizmimiz shu, ya'ni o'zimni hurmat qilsin, kim kelsa meni hurmat qilsin. Sen keyin qarasak, u zo'r ishlar ekan, bolalarga zo'r ishlar ekan, bolalar zo'r ishlatar ekan. Bir narsani qilolmadim turar ekan, jahli chiqib o'zingiz qilar ekansizda. Mazzada? Ularga mazzada, tushunyapsizmi? Sizni qo'lingiz bilan qildirib ber oxirida olaylar. Ha, men aytaman, hozir bolalar, problema sizlardiki deyman. Yashang. Sen qil deyman. Men nima uchun qilishim kerak deyman. Yashang. Zo'r. Endi bu qayerda o'qigansiz? Individualni o'qiganman. O'ris qizda o'qiganman, Toshkentda individualni o'qiganman. O'shanda u ikkita shu narsani aytgan. Sen rahbar bo'lmoqchimisan? Zo'r buxgalter bo'lmoqchisan? O'shanga qarab ketamiz degan, yana fokusda degan. Zo'r. Boshliq deganman, keyin boshliq bo'lsang, o'zingdan ham zo'r kadrlar kelishga rozimisan deganman. U qanday bo'ladi deganda, shunday masalan, senga zo'r o'sishing uchun zo'r komanda kerak. Zo'r komanda sendan kuchli bo'lishi mumkin. Любой narsa bilan seni joyini o'tkazib qo'yishi mumkin. Sen bilmaydigan narsalardan 100 barobar bo'lishi mumkin. Roziman degan. Komanda o'sam degan, men degan bo'ldi degan. Zo'r. Qarang, mana shu checkapda 3 ta narsani aytdingiz-ku. Buxgalter yuritilyaptimi? Buxgalterdan so'raysiz, qanday buxgalter zo'r deyish mumkin? Shu joydan fikrimni ham aytib ketaversam, bizdagi tajribadanda. Shu buxgalterlar aytganingizdek, yo xatosini bilmaydi, o'zi inson zoti deylik, buxgalter desam o'zimiz ham xafa bo'lib qolishi mumkin odamlar. Yo xatosini bilmaydi yoki bilib aytmaydi yoki ko'rsatgisi kelmaydi. Nimaga desa, Bekzod aka bilmaskan-ku deb o'ylamasin deydi. Himoya. Himoya. Bu unaqa zo'rmas ekan-ku-da. Shundan qo'rqadi. Men shu joyda aytganingizdek, rukovodитель bo'lganim uchun naborotga o'tamanki, bilmaslik bu normalniy. Bu tabiiy holat. Bu dunyoda hamma narsani bila olmaysan o'zing kasbingda ham. Lekin sen shuni bilmagan narsani o'rganib oldingmi? Buni tatbiq qilmaslik bu noto'g'ri deyman. U bilmaslik. U ahvolik. To'g'risida. Buni shu joyda o'zing tekshirib tur. O'zingni o'zing tekshirib, o'sha yerda xato topdir yoki kimdir kelib top berdimi? Baraka top degan. Men boshliq bo'lib, palonchi buxgalterimni xatosini bu top berdi deb, senga nisbatan hurmatim tushmaydi meni. Naboratim, o'rgangin, davay tatbiq qilaylik deyman. Shundoqmi deylar, Bo'ldi. Men bu rahbarlarga ham aytaman.
qo'l ozdagi nafaqat buxgalter, boshqa xodimlar ham hamma narsani bilish shart emas-ku. Bu tabiiyki, to'g'rimi? Har doim o'rganadi. Shuning uchun zombi emas-ku. ha, to'ppa-to'p bilmadimi? Sen bilmasgansan, senga shuncha oylik to'layapman, kutib qo'yamda, ko'rsiz? Bizda ko'pincha shunaqa bilan dalbet qiladi. Ha, O'sha demoqchiman, ko'p odamlar, masalan, siz o'zingizdan nuqtai nazardan aytishingiz mumkin, lekin juda ko'p joylarda qaraymiz, kutib ajdaniyalar shunaqa buxgalter chiqsa bo'ldi, buxgalterni to'poydan olib to'poyga soladi. Chunki bu nima olib keladi? Obratniy effekt. Hamma narsani keyin sizdan bekitishni boshlaydi-da. Qo'y deydi, hozir bolachalarga o'xshaydi-da. Ha, bekitaydi. O'zimiz ham bo'lganmiz-ku, bekitganmiz-ku shunaqada, to'g'ri aytasiz. Bekitmaydi, siz haqiqiy kartinani ko'rmaysiz. Undan ko'ra siz haqiqiy kartinani ko'rib, bunga решение topishni o'ylaylik. Shunday. To'g'rimi? Решение topsak, hammamizga, vitogi menga yaxshi-da, ishxonam tinch bo'lsa, borib yaxshi uxlayman-da. Xo'p, keyingi masala, ikkinchisini nimani tekshiraman deysiz? Buxgalteriyasi haqiqatan bo'layotgan bo'lsa, qonunchiliklar asosida to'g'ri ketyapti. Zo'r, qarang. Shuni berasiz, nimani imtiyozlardan belgilaganini. Oxirgisi imtiyozlar. Zo'r, qarang. Bu aslida buni siz express check-up tekinga berasiz. Tekinga qilib beraman. Zo'r. Tadbirkorlar nima uchun tekinga deydi? Prosta men aytaman, prosta tuppa ko'rib beraylik bo'ldi deyman. Agar kulichingni berishingni, men kafolat xatimim bor, ma'lumotlaring uchun shaxsga chiqsa, men javob beraman. Lekin men kimgadir borib informatsiya berishimdan nima to'q bor? Bir men tomon bo'lishi mumkin, ikki tomon bo'ladi. Aka, bu yomon narsa, ertaga meni bari urib ketadi, teshib ketadi. O'sha uchun men bu kim bilandir borib tir biriktirishib informatsiya olib unga sotmayman deyman-da. Men uni oqlamayman-da. Masalan, siz tekshirganingizda ham, masalan, yana nima kelishi mumkin? Oddiy misol, men instrumentga adinasiga ham. Shuni balki eskisida ishlayotgan bo'lishi mumkin, yangichalari chiqqan bo'lishi mumkin. Yoki siz yangi programmist bolalar bo'lishi mumkin. Men bilan ishlagan, men bu yaxshi bola, komandasi ham kuchli. Undan tavsiya olish mumkin. Yoki imtiyozlardan ham 2-3 ta berasiz, davay qo'llab ko'ringlar deydi. Zo'r. Mana sizga o'tgan yakshanba kunimidi, yakshanba kuni bir mijoz bilan gaplashdik. O'sha tezkor monitoring bo'yicha qoldirgan zaifga yaxshigina summa donasiya chiqqan, bir 4 milliardga yaqinda. Bir buxgalteriyamizni Toshkentda audit qildiramiz desa, yo'q, o'zi zo'r, men o'zim hal qilaman deganda. Donasiya nima degani? Ya'ni qo'shimcha soliq chiqarganda 4 milliardga yaqin. Mana shu joyda qaytib ketay. Shuni aytmoqchi edim. Yaxshi eslatdingiz. Rozi bo'lasiz bo'lganimga. Bizda shunaqa ko'pincha aytaman. Ishxonani hisobidan buxgalteriyada, endi buxgalteriya mavzusi bo'yicha gapiryapman-da. Orcha to'lab olsa, normalda, ha deysiz, keyingi oy zachot qilamiz. Baraka topkur. Menga u keyingi oy emas, menga hozir pulim kerak. Ha, ishlatishim kerak. Ha, sen nima deyapsan? Bu men pulni boshqa joyga mas'uliyati bor, uni to'layman men. Zachot qilamiz deydi. Yo'q. Ana shu gapda u ham shu miyasi shu o'tirib qolgan. To'g'ri, kichkina pulimiz sizga. Nima deydi? Ha, keyingi yillarda oylab anaqa qilamiz deydi. Ha, yo'q, barakat, men cho'nchigimda bu pul chiqdi. Muzlab yotibdi-da. Ha, men bu davlatdan yoki odamdan qaytara olmayman. To'g'rimi? Shunaqa. Menga hozir bu pulim kerak. Ana shu ko'p insonlarning xatosi ham, qarashi ham shu ekanda. Ha, to'lab qo'yaylik, keyin qilay. Baraka topib, qani yoningda bir 4 million to'lab qo'y. Gaplashamiz. Ha, ko'ramiz. Qanaqa kallang ishlaydi deyman-da. To'g'ri, mana svetni ham, gazni ham uyda biz 5 yilligini to'lamaymiz-ku. Hech qachon. 2 oyligini, 3 oyligini to'laymiz-ku. 1000 milliarder bo'lsa-ki, 1000 oddiy odam bo'lsa-ki. To'g'rimi aka? Shunday. Bu buxgalteriyada ham aytaman, mani endi esimi, mani foydammi? Mana deganda korxonam sanaqa nima qilib yubormagan. Yo, unda nima qilgan? Tekshirgan, kameral tekshiruv bo'lgan, unda ortiqcha ular noto'g'ri, nimada ularning hisoblanishi bo'yicha shuncha qo'shimcha soliq hisoblanmagan deb chiqarganda, endi ma'lumotlarni bering, shu tekshirtiramiz, yo indamang, zo'r deganda. Ya'ni o'zi yana yoshiryapti-da. Qayda boya aytganingiz, qaydadir unga tazyiq bergan, yanada yoshirishga harakat qilaman. Men aytaman, buxgalterlarga ham aytaman, tadbirkorlarga ham aytaman, hech qanaqa bunaqa narsadan qo'rqish kerak emas-da. Mana masalan biz tezkor monitoring qilganmiz. Tezkor monitoringni oladigan boy aytganimizdek, G'ulomjon aka aytganimizdek, asosan buxgalteriya umuman bormi, yo'qmi? Ikkinchisi bo'lsa, qanaqa yuritilyapti? Va uchinchisi, berilgan davlatimiz tomonidan berilgan juda ko'p imkoniyatlar bor. Ya'ni buni imtiyozlar deb ayta olmaymiz, ya'ni imkoniyat, optimizatsiya har xil usullari bor-da. To'g'ri yo'llar. Ya'ni biz hech qachon sxema chizmaymiz. Chunki sxema oxiri voy, oxirisi shu jinoiy javobgarlikka tortishgacha olib boradi. O'sha uchun demoqchiman, mana shunaqa narsalarni ko'radi.
Agar shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Tadbirkorlarga juda ko'p tadbirkorlarga pul ekonomika qilib berganmiz. Bu bilmasligi buxgalterlar boya aytdimki 95% bilmaydigan to'g'ri. Bilmasligi normal holat. Buni katastrofa qilib o'zida yasab olish kerak emas, chunki bitta inson qayergadirchi boradi. Masalan, o'zi aytganingizdek, bitta buxgalteringiz o'sha profi bitta holatda bo'ladigan bo'lsa, biz har xil holatda bo'lganimiz uchun har xil holatni ko'ramiz. Ya'ni ko'p holatni ko'rganimizdan keyin bilimlar ham ko'payib ketadi. To'g'ri. Buxgalter soliq optimizatsiyalarini bilishga ham majbur emas ekan. Yashang. Kimdirlar aytadi, buxgalterim uni qilish kerak, buni hech qanaqa gap deyman. Men aytaman, do'g'irlama qilmayman deyman. Shablon do'g'ir. Aka, qanaqa shablon do'g'ir deyman. Men yashashim bilan siz yashashingiz farqi bor deyman. Siz o'zingizga moslab qiling. Ertaga klientim pulni uxlatmaydi. Uxlatsa nima qilasiz? Qanday qilasiz? Meni bergan shablonim sizga ertaga ishlamaydi. Keyin menga aytasizmi, sen qanaqa do'g'ir bering deb. Shablon do'g'ir tiqilib hozir gruppalarga yozamiz, o'zimizda yig'ib qo'ygan shablon do'g'irlarimiz bor. Aka, sizga ishlamaydi. O'zingiz o'qib chiqing, qanaqa deysiz? Meni fikrim, men yurist emasman deyman. Zo'r bo'ldi, qarang. Men yurist Shu mahallimga maslahat berasiz. Aka, faqat yuristga aytaman. Yuristga murojaat qiling deyman. O'zimizning yuristlarimiz, tanishlarimiz yaxshi, o'shalarga tavsiya qilaman. Unisi bo'lmasa, bunisi bo'lmasa, unisi chiroyli qilib yozib beradi. Men aytaman, xohlasang jinoiy ish bo'yicha yuristimiz bor, xohlasang hozir rashodot bo'yicha, xohlasang doimiy ikkalasini ham ko'radigan bu farqi yo'q deyman. Faqat baribir yuristga ko'rsatib olinglar. Чтобы ertaga sizni pozingizni o'ynash uchun. Aka, bilmaysiz aka. To'g'ri aytasiz. Erta pulni qanday olasiz? Sudga bersangiz, sizga pozingizni o'ynayversangiz, keyin buxgalter siz desa, aka, sizga aytuvdim-ku, men tushunmayman. Men tushunaman, lekin logichni tushunaman-da. Yuridiskiy emas-da. Hozirgi tushirish bo'yicha logichni tushunaman, что pulni bermasa sudga berishini bilaman. Pulni tug'ilishini bilaman, lekin bu qay tartibda bo'ladi? Protsedurasi qaysi bo'ladi? Qaysi ma'muriy bu ketadimi, jinoiyga u ketadimi? Uni bilmayman. Biz jinoiyga qaysi holatda borishini soliq oqibatida bilamiz, lekin do'g'irlar nuqtaidan bilmaymiz. Qarang. Bilishingiz ham shart emas. Shart emas, u majbur emas. Buxgalterlarda yana meta soliqdan ham optimizatsiyani bilish kerak. Nima uchun bilish kerak? Bilolmaydi. Men hozir do'g'irlarimizga bizni qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimiz ro'yxati bor. Ya'ni spesifikatsiya qilamiz orqasiga. Men xizmatlarni menimcha summaga qilib beramiz. Unga tushuntirasiz odamga. Tagida yozib qo'yamiz. Eng oxiri optimizatsiyalar va alohida pul to'lanadi yozib qo'yamiz. Men unga optimizatsiya topib berishimga majbur emasman aka. Yo'qolib chiqib qolsa, agar siz aytsangiz, siz masalan sizni usluga qilyapmiz. Siz aytsangiz, "Bekzod, mana shu yerda mana shunaqa bor ekan" desangiz, sizga qilib beramiz. Agar biz intensiya bilan chiqsak, biz pul olamiz. Zo'r. Chunki nima uchun men sizga majbur emasman aka. Sizga shunaqa kutub bilan keladimi hamma? O'shanda filtr bo'ladimi? Unaqa kelayotgan odamlar shu kutub bilan, shu qarash bilan keladi? Aytaman. Zo'r. Bir ikkita o'ylaydi, mana shu hamma narsani qilib beradi. Hamma narsani qilib bermayman. Zo'r ekan. Biza shu 9:30danmi ish vaqtimiz 9:30dan 6gacha bo'ldi. 1dan 2gacha, 1dan 2gacha obed. Hamma narsa pismeni bo'ladi. Hech bo'lmasa голосовой yozadi. Telefon qilmaydi. Telefon qilganda ham korporativni hammasi yozadi. Demoqchiman, muhim boya aytgan gapimizga quloq solmagan audiolar, yozishmalarimizda bizga qarshilik qilgan gaplar hammasini yig'amiz. Ertaga o'ziga tashlashga. Shuning o'ziga ham aytasizlarmi, shu zapis bo'lyapti deb? Yo'q, aytmaymiz. Aytmaysizlar. Sakrab qoladi, keyin aka topib tashlab bersam uyalib qo'ymaysizmi deyman. Tashlaychi deydi, keyin tashlaymiz, eshitib ko'radi. Yaxshi ekansiz. Skrinshotlarni tashlab qo'yamiz, aka, mana bu joyda belgilab qo'yamiz. Mana shu joyda aytuvdik sizga desak. Что bu o'zidan ham o'chirib qo'ymasligimizga va eng bitta tomonim qolganlarga ham, ya'ni bizni sohamiz vakillariga biznesini himoya qilish nuqtai nazaridan aytaman. Masalan, Telegram chatlarida asosan men nazorat qilaman. Adminim menman. Zo'r ekan. Men nazorat qilaman, chunki xodimim bo'lsa ertaga urishib qolishi mumkin, tortib qolishi mumkin, ketishi mumkin, spamga tushishi mumkin, o'chirib olishi mumkin ma'lumotlarni. Men bo'lsam ular faqat maksimum paket qiladi. Paket ham qila olmaydi, chunki korporativ meniki. O'zi shaxsiy telefon ishlatmaydi. Mijozim ham paket qolishi mumkin, lekin gruppani yopib yuborilmaydi. To'g'ri aytasiz. Ertaga gruppani yopib yuborsa ham
u man chiqaraveradi, unga man hech narsani dokazat qilib bera olmayman. Olmaysiz. Man sozdatelman, hech kim hech narsa qila olmaydi. Zo'r. Eng zo'ri tinchgina shu o'zim. Zo'r. Chunki bu men sohamda ishlayotgan tadbirkorlarga tavsiyada, ya'ni buxgalteriya, Boshqalarga ham yaxshi qo'llaydi. yaxshi narsa, chunki zo'r narsa. Bizda bu narsa kesla bo'lgan ma'lumotlarni topa olmaganmiz. Hozir iloji boricha maksimalni hozir uni ham import qilib olib qo'yamiz, ya'ni PDF qilib olib qo'yamiz. qo'ysa bo'ladi. Ha, import qilib qo'ysa bo'ladi. Soliq tizimida nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz yoki o'zgarishni xohlagan bo'lardingiz? Endi o'zi aytganingizdek, buxgalteriya boshqa ekan, soliq boshqa ekanda. Men ham o'zi yaqingacha o'zi nima qildimda. Soliq uchun отчет alohida topshirishlarga, endi adingiz o'zingiz uchun ekanda. Nimangiz uchun? Hisobingizni olib borish uchun, lekin bu nimanglar отчет qiladi buxgalterlar soliqqa kirib nimadan? Soliq o'zmi nima edi? Qattiq kirib topshiradi. Nimalarni o'zgartirgan bo'lardim desangiz, endi men boshqa soliq tizimlarini ko'rmaganman. Masalan, qaysi ma'nodagi dunyodagi tajriba. Uni ko'proq o'sha chet ellarda ishlab kelgan, masalan, deylik, arab o'lkalarida, Yevropada yoki bu Osiyolarda o'sha odamlar yaxshiroq javob berishi mumkin. Chunki u farqini biladi. Biz ko'z ochibmiz hamki, ko'rganmiz shu soliq tizimini ko'rganmiz, shu soliq tartibini ko'rganmiz. Lekin ancha baribir bu tartibga solsangiz qiyin joy yo'q. Masalan, savdoda kupil, prodal, o'sha endi zachoti, foydangiz to'ladingiz. Masalan, shunisi bor. Ishlab chiqarishda ham o'sha o'zi xarajatlarni olib bordi, qolgan razницасын nalog to'ladi. Endi hozir qilayotgan ishlar, masalan, deylik, mana o'zi bunga ham pishib kelindi-yu, masalan, sazribat qilindi-yu. Masalan, 1 milliarddan 5 milliardga chiqardi, kichkina zo'r bo'ldi. Chunki bu anaqa ekanda, bitta hozir qilib qo'ygan ishingiz qanchagacha yetadi-ku o'zi. Masalan, keyin yana yangilab turasiz, tozalab turasiz yoki yangisini qurasiz. Xuddi shu soliqda ham yaxshi bo'ldi deb bilaman. Chunki 1 milliarddan bitta kichkina do'kon 1 yilda bitta qilib qo'yapti-da. Chunki baraka bo'lib ketdi, ob'yom bo'lib ketdi, to'g'rimi? Chunki hozir yana do'kon kirsangiz, hammada telefon turibdi, menga kartang emas, QR kod ber deyapti-da. Bu ham qo'yib qo'ygan. Payme bormi, Paynet bormi yoki yagona QR bormi? Xohlagansan to'lab olasiz. U bir pasda 1 milliardga to'lab bo'ladi. Shunaqa. To'g'rimi? U masalan 5 milliardga qilgani zo'r. Xo'p, deyarli shu. Yoki men bu hozir zo'r bo'ldi, 6% ga o'tgani, biz arenda olamizda. O'shalar sirasi 6% ga o'tishdi, bizga skidka qilib berishdi. Oldin mana chunki arendada uslugada 3dan biri davlatga edi. Bizlar 12%, 15% nimasini to'laydi. Bu xarajat yo'q-da, arenda berayotganlarda. Zachoti ham yo'q edi. Ha, zachoti ham yo'q, xarajati ham yo'q edi-da. Zachoti ham yo'q ekan, qarang. O'sha uchun ularga zo'r bo'pti-da. Shunaqa. Kimgadir 6% zo'r bo'ldi, o'rganib chiqdi. Kimgadir zachoti bor, kimgadir zachoti yo'qligi uchun, ya'ni u tomondan ham ko'rdik. Qaytar bitta mijozimiz telefon qilib, qanaqa bizga VGdami, hali chiqmagan qonunlardan oldin bizda birinchi obsujeniya chiqib ketib qolar ekan. Instagramda mana shunaqa chiqdi, hali yo'q birinchidan. Birinchidan, ikkinchidan chiqqanda o'tirish kerak. Sizda bir 2-3 oyligingiz, kamida 3 oyligingiz analiz qilish kerak. Excelda tushirish kerak, qanaqa bo'lsa. Haqiqatan shuncha zachot olyapsizmi yo'q, faqat zachot olmayapsiz, faqat elektr energiya, kommunalni olyapsiz, boshqa hech narsangiz yo'q. Faqat banglat 12% to'layotgan bo'lsangiz, 6% ga o'tqisiz bo'ladi. Foydangiz ham yo'q. O'shani aytaman, 4% to'layotganingizni 6% qilib qo'ydi. Hisoblab ko'rish kerak, ya'ni to'layotgan endingizni, foydangizni ko'rish kerak-da. Nimaga 4% dedingiz? Hozir 4% ga bor-ku. Anaqalar. Aylanmaniki. Xuddi o'shani 6% lik bo'lib 4% bormi aylanma? Hozir ham bor-ku. Va 5 milliardlik bor-ku, 4% to'laysiz-ku. Bu YTTlar. YTTlar 1% ku hozir. Firmalar 4%. Biz sirada o'shani 6% ligi bo'ldi, tushunasizmi? Sizda foyda solig'i to'lamaysiz-ku, endingizdan o'sha 6% ga o'tasiz, faqat prosta 6%. Nima zachot kelsa ham zachot ololmaysiz. Ob'yomingiz 6% to'laysiz. Xuddi o'shanga 4% dagi narsada 6% ga o'tib qoldingiz-da. Kim 4% bo'lgan bo'lsa, avtomatik ko'z yumib oldiga o'tirgani to'g'ri ekan-da, kakba. Chunki foyda to'lamaydi zo'r. O'sha tomonlari. Zo'rligi buxgalterlar ham yutadi-da. Aqaja ko'p o'tirib zaborozki qiladigan buxgalter shart emas-da. Endi agar u tomonlarni ko'rish kerak bo'ladi, baribir men o'ylaymanki, har qanday holatda baribir hisob-kitobni hisobchisi bo'lish kerak deyman. Hozirga tushirib ko'rish kerak, hisob-kitob qilish kerak deb o'ylayman. To'g'ri.
Men bu savolingizga javob bera oldimmi yo'qmi bilmayman. Men endi o'zgartirishim uchun aytganimdek o'shada haqligi gapingizga kelyapti. Qog'ozga tushirib ko'rishim kerak. Tushirish uchun menda boshqa davlatlarni, boshqa jamiyatlarni tajribasi bo'lishi kerak. Qandaydir bir o'ylab yurgan, masalan, taklif berishi, masalan, oddiy gaplardan deb o'ylaymizki bizda, lekin aslida masalan internet tarmoqlarida chiqib turib, kimgadir qulog'i eshitilib qolsa-da, masalan, yaxshi taklif bo'lib qolishi mumkin-da. Shunaqa o'ylab yurgan narsalar. Ko'proq mutaxassis bo'lgan buxgalterlardan yoki mutaxassis bo'lgan bergan yaxshi. Men endi ko'p ham o'zimni ishimni olib boraman-da, baribir o'zimni daromadimni, foydamni oldinga qarab ketish bilan. Lekin nalogda bo'lsa edi, endi balki bu dunyoda bordir. Masalan, endi balki menga yoqmagandir. 15% pribil to'laymiz, keyin to'lagandan keyin shu taqsimlangan foydani dividend qilsa yana 5% to'laymiz. O'zi 15 to'laymiz-ku deyman, yana 5 nimaga kerak deb o'ylab qolaman ba'zida. To'g'ri gap, lekin masalan hozirgi kunda qo'shni davlatlarimiz Qozog'istonda tadbirkorlar bu yil juda ko'p keldi. Ularda ko'tarilib ketdi. Rossiyada ko'tarilib ketdi. Endi bularni ashi gapirmaysiz bulardan. Endi chet davlatlarda juda qimmat. Bu значит normal, a? Bizda soliq tizimimiz ideal. Ya'ni ideal deganda qanday? Hozirgi tadbirkorlarimiz ishlasa cho'tki deydi-ku, zo'r tizim qilingan. Imtiyozlar ko'p, bilmaydi hech kim. Buxgalterlar qilgisi kelmaydi. 100%. Rahbarlar biror narsa bergisi kelmaydi. Nima uchun berishim kerak deydi, o'zi to'lab qo'ygan pul o'zi. Yana qaytarib olib beramiz yo nabudishiga olib beramiz. Kelajakda sizga ekonomik qilasiz, nima uchun meni pulimga sen sherik bo'lish? Hamda to'lang deymiz, nima deymiz? Uni to'lang deymiz. Lekin mana shu joyda mana tadbirkor sifatida ham o'zimdan ham o'tadi. Haqiqatan hayolimda menga ekonom qilib nimaga to'lashim kerak deganiga sizlar bo'lmasa javob bera olishinglar kerak ekanda. Begizga ko'rsatib berish kerak ekanda. Albatta, mana siz hozir aytishingiz mumkin, aka, G'ulomjon aka, sizga 200 million ekonomik qilib beraman. Menga o'shandan 15 yoki 20% ulush berasiz. Ya'ni men bir marta xizmatimga siz mana shu narsa 2 yilga yoki 1 yilga ishlaydi yoki 3 yilga ishlaydimi? Siz aytasiz, nima uchun berishim kerak? Ya aka, men aytamanki, nima uchun men sizga ekonomika qilib berar ekanman-da? Lekin buni kam odam aytsa kerak. Haqiqatan agar VGDasini ko'rsa o'zi davay qilaylik deydi. Ziqnaligi tutib qoladi. Ziqnaligi tutadi. Ya'ni narxni tushirgisi keladi. Keyin bizga yoqmaydi, ana nima deydi? Ya'ni maksimal qimmat olamiz, keyin aka undan ko'ra qamay qo'yaylik deydi. Buxgalterligingiz tutib qoladi sizni ham kerak. Aka qamaylik deyman-da, qamaylik deyman. Chunki ana nima deydi? Olaylik, bitta yaxshi olaylik, shu odam bilan yaxshi обработка qilib ishini yopib beraylik, keyingi odam kelsa keladi, kutaveradi. Ya'ni bor ekanda pator olib tashlamaymiz. Shunaqami? Ha. Maksimal hujmat qilmaysizlar. Yo'q, uni kачествоni yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Sizlarda muhimda, chunki aytganingizdek, o'sha 100 kilolikka 120 bersangiz, birdaniga ta'sir qiladi-da. Qilsak bo'ladi, ertaga u qachonlarga borib prioritetga ta'sir qilib qoladi. Prioritetga. Ya'ni ko'p olaversangiz ham kachisi yo'qolib qoladi. Endi qarang, men sizga o'sha savol beray. Siz o'sha soliq tizimimizni nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Masalan, men aytganim mana sizga aytdim-ku, siz aytdingiz, yo bu tabiiy dunyo. Qaraysiz, mana 15 ga 5 desam, o'zi bu dunyoda bundan-da yomonroq. Shuning uchun nimadir gapirishni oldin menda chet ellik tajribasi yo'q-ku. Shu taqqosa olmayman. Bunaqa bo'lsa edi, bunaqa bo'lsa edi deya olmayman. Misol uchun-da. Xuddi siz shuni ichidasiz. Siz nimaniga qayta taklif sifatida qilgan bo'lardingiz? Bo'lsa yaxshi bo'lardi. Taklif qilgan bo'lardim. Korxonalarda realniroq subyektivni o'rgangan edim. Masalan, ko'p korxonalarda hisobiga, ya'ni ahmoqning hisobiga hamma ahmoq bo'lib qoladi-da. O'shalarga subyektivni qarash kerak bo'ladi. Masalan, kimdadir realni o'xshamaydi, lekin qaydandir david bo'ladi, da'vo qilasan deyiladi, yo bo'lmasa mana shuni to'lashing kerak deyiladi, imkoniyati bo'lmaydi. Ya'ni maksimalni hozir bo'lyapti bu narsalar, yo'lga kelyapti, qo'yilyapti. Individualni imkoniyat darajasi podxod qilgan. Oldingi tizim bilan hozirgi tizimda juda katta farq bor. Soliqchilar o'z telefon qilgandan adekvatni gaplashib, ya'ni muomala, bitta biznes, hurmat yuzasidan. Men yaqinda gaplar xursand bo'lib ketdim-da, shunchalik ham
tizimi Shunaqa. o'zgarib ketdimi debdi. Chunki bizga ham telefon qilib qo'pol gapiradiganlar ham bo'ladi. Muomalasini qiladigan. Mana oxir paytlarda masalan o'zim xohlaydigan narsa bo'lyapti. Ya'ni juda imkoniyat darajasida vejlivi gaplashib. Bir kun birtasi shunaqa durdi, jahlim chiqib ketdi. Aka dedim, keling-da, biz ham o'rnimizga bir 2 kun ishlab bering, aka dedim. Qochib ketib qolasiz dedim. Siz o'ylaysiz, mana yerda sharrillatib pulni sanab yotibdi, o'ylaysizda dedim. Bu qancha teshigi bor, qayerga kirilish kerakligini bilmaysizda dedim. Zo'r. Keling bitta ishlab ko'ring. Endi ularda ham muomala o'zgargan, shu tizim to'g'ri qo'yilganida, sanashpan, o'sha elektronini ko'rib turibdi, sifralar, kim bilan gaplashayotganligi, to'g'rimi? Shunga qarab muomala. Endi Sifrlarga. avvalambor o'sha yig'ilishlarda rahbariyatlarimiz, ya'ni prezident tomonidan bo'linadigan to'g'ri siyosatlar, ya'ni tadbir o'zlari ham biladi-ku, chunki o'zlari ham yoshlikdan holatlarga bu darajaga kelgancha ham juda ko'p Shkola. ko'p darslarni olganlar-ku, har xil holatlarda bo'lganlar. O'sha uchun o'zlari ham qiynalganlar, qaysidir bosim davrlarida o'zlari masalan aytardi-ku, shu qaysidir davrlarda prosta bo'sin derdi, u qirdik derdilar-ku. Xuddi o'shanga o'xshab, o'sha narsa hozir bo'lmasin. Ya'ni men qiyinchilikda ota sifatida bolalarga aytadi, masalan, men ko'rgan qiyinchiliklarni sizlar ko'rmanglar, bolalarim deydi-ki, ular o'sha qiyinchiliklarni ko'rganlar, shu kelajak avlod shu qiyinchiliklarni ko'rmasin. Hozirgisi ham yaxshiroq sharoit qilib beraylik. Zo'r. O'zi masalan, aka to'g'risi daromadni keltiradigan tadbirkorlik bo'lmasa soliq kim to'laydi? To'g'ri. Siz to'layotgan jismoniy shaxs bo'lib to'laydigan soliq hech narsa emas ekan. Byudjetni asosiy qoplaydigan qo'shilgan qiymat solig'i, foyda soliqlarida soliqchida ham tekshiruvga kelganda asosan shunga yopishadi. Ikkita narsaga yopishib bo'ldi. Qolgan narsangizni ko'rishi kerak, ko'radi albatta, lekin asosiy mazza qiladigan, sok hujmat qiladigan o'sha joylar o'sha tomonga yopishadi. To'g'ri, zo'r. O'sha uchun men o'ylaymanki, siyosat to'g'ri ketayotganidan huquq-muhofaza qilish organlari ham yaxshi e'tibor beryapti, ya'ni bolalarni o'sha sohada korrupsiyaga bormayaptimi, yo'qmi deb. Oldinlar masalan korrupsiyalar kuchli bo'lgan bo'lmasa bosib tashlavergan deydi. Men o'zim ko'rmaganman, lekin demoqchiman, hozir unaqa narsalar juda kam. Ya'ni o'ylaymanki, elektron bo'lgandan keyin aytganlaridek korrupsiya ham imkoniyati yo'q. Har mas o'tirib xonasida tekshirganda siz borib hech narsani gaplasha olmaysiz-da, imkoniyat ham yo'q. To'g'ri, hammada prozrachniy ko'rinadi. Chunki o'zimizda o'sha soliqlarda ishlayotgan tengdoshlarimizda, bizda institut bitirgan bolalarda, moliyani bitirgani bor, soliqni bitirgani bor, buxgalterni bitirgan, shunaqalarni yiqqanda o'sha yerda ham o'tirgan, hamma kallali bolalar o'tiradi deb bilaman. Soliqda hamchi, mana bu orqada o'tirib tekshirib, chunki o'zimiz o'qigan kursdoshlar bo'lishi mumkin, tengdoshlar bo'lishi mumkin. Buni yana aytganingizdek, sun'iy intellektni ham qo'shgan. U o'sha qattiq xavf o'sa, odatda men qanaqadir xabarnoma kelsa yoki nimadir kelsa, aytamanki, buxgalteriyamizga birinchi qaranglar, qayerdadir bizga noto'g'ri berib qo'ygan bizga. Bu o'z-o'zi kelmaydi. Nimaga shuncha korxona turib, aynan bizga yoki palonchiga kelish kerak. O'sha chiziqqa keldi, bunga prostitutsiya qilindi. O'shani to'g'ri to'ldirish. O'sha uchun aytdimki, men sizga, men o'ylardimki, shu Adineskasidadir yoki qaysi programmasi qilsa, shu boradi debdi o'zim ham. Bu soliqdagi alohida hisobotini to'ldirish ham bitta san'at ekanda. Shunday. Eng katta san'at. O'sha ko'p korxonalar даже mashina qiladi, ma'milasi ham bardak bo'lib yotibdi aytganingizdagida, Xudo biladi. Asosan kelganingizda bundan oladi. Ikkita qarang, soliqchi qanaqa zo'r qilib jinni qilib oladi-da. Bitta shotingizni sumkani to'shat qilib oladi, analiz shot qilib oladi. Baribir itogi bir xil. Qanaqa kelyapti deydi. Masalan, bitta sumkani bilan olib borsa, boshqacha ma'no keladi. Baribir o'sha keladi, bitta itogi keladi. Analiz qilsangiz ham baribir shunga boradi. Ikkalasi ma'lumoti to'g'ri kelyaptimi, urib ko'radi. Qaysi yo'lga kirgan? Qaysi shotlar bilan yasalmaganmi? Yasalmagan. Masalan, sumkani yasab borishingiz mumkin-da. Analiz shot so'rab qo'ysa yasolmashingiz mumkin. Agar joyida bo'lsa, ikkalasini ham shunday chiqarib beraverasiz. Ikkalasi ikki xilcha holatda bo'ladi, lekin konечный itogi bor. Uni o'zlarini, ya'ni tekshiruvchilarning o'zlarini fayllar bor. O'shalarga tashlaydi, tiq topib oladi. Ular ham обработанный fayllarda, ular ham o'tirib olib,
chiqib o'tirmaydi. Tayyor fayllarni o'sha yoqqa sifralarni tashlaydi. Formulalar qo'yilgan. Formulalar qo'yilgan. Sizga qo'shimcha soliqmi yo ko'p to'laganmisiz hammasini aytib turadi. Zo'r. O'sha uchun bu yerda o'sha biz ko'rayotgan aytayotgan narsamiz, ya'ni adingiz bilan topshirayotgan hisoboti bir xilmi yo'qmi o'shani ko'radi. O'zi aslida bir xil bo'lish kerak. Mana elementarni boya siz aytganingiz to'g'ri to'ldirish deyapsiz-da. Valyuta kursidagi foyda va zararlarlar bo'ldi. O'sha narsalarda ham juda ko'p xatolik qiladi. Avanslar, masalan, avans bo'lgan valyutadagi perdoplatalaringizda qanaqa soliq oqibatlari bor, ular soliq oqibatiga ta'sir qiladimi, yo'qmi, o'shalarni ham ko'rsaverasiz sana. Zo'r. Oddiy narsalarga o'sha aytganingizdek bu ham san'atda. Avans qilib to'laganingizdan kursoviy foyda yo zarar chiqqan bo'lsa, u hisoblanmaydi. Yo'q. Chunki avansak-ku. O'sha narsalarni polnik qo'yib yuboradi. Agar qarzdor bo'lsangiz, u beradi. Yo'q. O'sha narsalar oddiy narsalar. Shu qarzdor bo'lganingizda kurs oshsa yaxshi ekan, tushsa yomon ekan. Lekin baribir bozordagi narxingizdan yutqizasiz lekin. U yoqdan. Zo'r qarang. Aka, eng oxirgi savollarimiz. Ishdagi baraka qayerda bo'ladi? Rahbarda bo'ladimi, xodimda bo'ladimi? Kelavida ham bo'ladi. O'zi yaxshi inson bo'lsangiz, yaxshi insonlar keladi. Bilaman, lekin qatlardadir adashib qolasiz, ba'zida betamizlar ham kelib qoladi. Kelish kerak-da baribir. O'zingizdan qidirasiz. Semichkada ham bor-ku bitta. Bitikda. Shu baribir o'zimdan qidiraman. Qayerda men xato qildim? Shu odamni baribir tanlovman deydi-ku. Aytdingiz-ku, mana o'sha naqamiz boshlig'imiz bo'lardilar. Buxgalterlar sinchkovlik bilan qidirib topardilar yoki unaqa pulli joyda baribir. Unga muhimda kim bo'lgan, ota-onasi kim bo'lgan, o'zi kim bo'lgan, bu juda ham muhimda. Shu joylarda baraka ikkita odamda o'zi shu rizqimiz bizga bog'lab bergan odamlarning hisobidan keladi deyiladi-ku. Ishxona ham xuddi shunaqa. Ishxonani yana qanaqa qilaman? U odam bilan ham ishingiz bityapti. U odamsiz ham ishingiz bitadi. Lekin u odam ham sizga bog'lanib qolmagan, borib boshqa joydan ham ishini bitiradi. Shuning uchun jahlimiz chiqqanda aytganingizdek bir xilda o'zimiz ham g'azab otiga minganimizda yaxshi so'zlar chiqmay qolishi bor, boshqa bor. Shu joyda shu narsani ko'p tafakkur qilib aytaman. Qo'y, men birov bunaqasi farzandi, siz ham bitiradi ishini deb aytaman ishchilarga. Shu baraka ham ikkita odamdan bo'ladi. U ishchidan ham, sizdan ham. Shu boyaga aytganimizni savollar uchun javoblarimizga, ya'ni savollarimga javob berganingiz uchun sizga katta rahmat. Ya'ni biz hozir qilayotgan yoki masalan bizga o'xshagan kompaniyalarda qilayotgan tezkor monitoring asosan o'sha check-upga o'zingizda qolgan tadbirkorlarga nima deb tavsiya qilib qolasiz? Zo'r bo'ldi. O'zi agar tekinga bo'lsa, express check-up bo'lib, faqat yuzaki emasda, o'rtacha qilib berayotgan bo'lsanglar, foydalanish kerak. Nima ketdi mendan? Asosiysi faqat aytyapsizki, endiga qo'l qo'yib beraman. Razzaglashini, omonatligiga. Uni kerak nuqtalarni qo'ysiz, nimaga foydalanmaslik kerak? Chunki odamzod o'zini aybini o'zi ko'ra olmaydi. Nafaqat buxgalter, inson ham o'zini yozgan naqasi, inshosi bordir, xat quchi bor, ko'ziga shu to'g'rida ko'riladi. Yangi ko'z, yangi nazar kelsa, yangi qon kelsa, buni top berib, buni tepadan qarab, "Mamta xatoying bor-ku" desa, plus tekinga bo'lsa, bosish kerak deyman. Bosish kerak, to'g'ri. Foydalanish kerak. Men bo'lsam, o'sha men foydalanaman o'sha. Vaqtingiz bo'lsa, xursand bo'lamiz. Nabarot ko'rib, aka, mamta mana bunaqa nuqtangiz bor ekan, sheriklar bilan maslahatlashamiz. Menda 3 ta firma bor faqat. Yo'q, bo'ldi. Muammosi yo'q. Muammo yo'q. Men chunki tekinga kelib turibsiz-da. Chunki hozir bu imkoniyat hozir bor, ertaga siz to'lib qolsangiz, xohlasam ham o'sha bo'lmasligi mumkin. Yo'q, shu uchun aytaman-da, har doim masalan tadbirkorlarga ham aytaman. Hozir tekin qilyapmiz. Mana boshida ham masalan klubda, asoschilik klubida birikta bolalar ham bor, ismlarini hozir eslolmayman. Ya'ni tekinga shogird olish masalasi bo'yicha gapirganda, mana siz bilan podkast qildikda bo'la. O'sha tashlab berdingiz, o'sha bolam aytdi, shogird masalasi aytdi-da. Biz ham shogirdlarni hozir pulga olamiz-da. Chunki oldin tekinga olardik. Zo'r nima edi? Boshim og'rib qoldi. Bugun ingliz tilim bor edi. Muhim narsalarga ketib qolaveradi. Bizga tekin narsa kengashdi. Kim aytdi? To'xtadim. Keyin tekinga pulga oldik, keyin o'rtada rahmdillik qilib yana ham oldik-da. Keyin oxiri yaqinda qaror chiqardim. Oxirgisi o'zimga o'zim. Qarochi dedim. Ishxonangda dedim, yo kimgadir pul to'laysan dedim. Yo kimdir senga to'lasin dedim. Hech kim xalosga yurmaydi dedim. Chunki
qadr qolmadi aka. Yashang. Mana hozir tekinga deyotganimiz ham sababi nima uchun tekin, nima manfaat bor deydi. Men manfaat sizga aytib o'tiribman-ki, mana buxgalteriyangiz yo'qligini bildimmi, men o'zimni tiqaman, ya'ni sotaman, o'zimni tabiiy bu. xizmatimni sotaman. Tabiiy. Umuman bo'lmasa tiklanishni, ya'ni buxgalteriyani tiklashni aytaman. Noto'g'ri bo'layotgan bo'lsa, noto'g'ri joylarni aytaman dedim. Imtiyoz bo'lsa, imtiyozdagi narxni aytaman dedim. Nima, yana keyingi shakda pul olaman. Men hozir emas. To'g'ri. Men Yana siz hozir maslahat berasiz, xohlasang menda qildi, xohlasang boshqa odamda qildi. Ha. Qaror sani qo'lingda. Imtiyozlarni faqat aytamiz, summarini aytamiz. Ana qaysi soliqdaligini Ha, aytmaymiz. yo'q. Ha, qaysi soliqdaligini, masalan, imtiyoz, ya'ni optimizatsiya bo'lsa, bo'ldi. men aytaman, da aka summarini o'rtacha masalan 100 milliondan 150 milliongacha. Balkim 101 million Ya bo'lishi kerak mumkin. bo'lsa-chi imtiyozdan ham agar bo'lsa mana bunaqa narsa bor-da. Men nafaqat u imtiyozdan foydalanib pulli manfaat bo'lishi mumkin. Menda kelganda balkim buxgalteriya deylik, men deganimda korxonasi yuritmayotgan bo'lishi mumkin. Bo'ldi, o'shani to'g'rilasam ham yetadi menga, kimgadir. Da, конечно. U aynan siz imtiyoz qilib, ha, Begzodagi imtiyozimdan pul ishlayotgan ekansiz emas. Men tartibga solib berdi. Ishingizdan ham foydalanishim mumkin yoki buxgalterimga aytaman, baraka topkir keldi, bu to'g'rilab yuborma uyingni. Ha. Bu kemaga tekshiruvchi kelib o'zing uchun ham yaxshi-ku. Men uni nafaqat o'zicha mana bunaqa narsa tekshiruvchi kelish shart emas. Menda u to'g'ri bo'lsa ertaga deylik, bir qaysidir korxona bilan chet ellik korxona hamkorlik qilmoqchi. Bu обязательно mendan nima so'raydi? Forma 2 so'raydi, tarjima qilib ber, men bitta tekshirtiray deydimi? Bizda shunaqa deydi. Shunda. O'shanda men to'g'ri informatsiya bersam, u ko'radi-da. Ha, bo'ldi, bu bilan hamkorlik qilsa bo'lar ekan. Bunga men rassrochkaga bersam bo'lar ekan. Tushunyapsizmi? Bunga bez переработка ishini boshlasam bo'lar ekan. Ha, shunga qarab beradi-ku. Moliyaviy ahvoli shu yerda aytiladi-da. To'g'rimi gapim? O'zi noto'g'ri bo'lsa uni chizishim kerak, yana baribir kimgadir borib chizdiraman. Ayol borini beraman. Ishlasang ishla, men shu turishim shu deyman. Ya'ni ichki xotirjamligingiz bo'ladi-da. Ichki xotirjamlik informatsiyangiz bor, ichki xotirjamligingiz bor, sizdagi energiya ham boshqacha bo'laveradi. Ya'ni chizmaganligingiz, noto'g'ri informatsiya bermayotganingizni hamkoringiz oldida to'ppa-to'g'ri o'tirasiz. Bu imkoniyatlar keng ochadi-da. Masalan, sizlar hozir buxgalter sifatida yoki auditor yoki revizor sifatida faqat tekshirib emas, yo'q, mayli bu o'z yo'liga. Men uchishni o'ylayapman. Men beraman, tushuntira oldimmi? Unaqa ertaga pul jalb qila olishim mumkin, to'g'ri pullarni. Shunda. To'g'rimi? U mening mashinamga qaraydi-da, meni chiroyli ko'zimga qaraydi. Albatta. Men buni beraman. Ertaga tekshirib olaman. Ay hamkordan tekshirasam yo boshqa joydan tekshirasam, xohlagan joyini mana. Albatta. To'g'rimi gapim? Tekshirib olardi. O'sha, demoqchiman, bu ya'ni ruhiyatga ham juda qattiq ta'sir qiladi. Agar siz yolg'on ma'lumot bering, aka, o'tira olmaysiz. Qarang. Shu o'tira olmaysiz. Chunki men o'zim juda ko'p bu narsani sezganman. Qanchalik men boyagi uyqu dedimki, qanchalik u veringni bo'lurgan saringiz ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, u verin bo'lasiz. Agar ma'lumotlaringiz noto'g'ri bo'lsa, sizga keyingi savol berib qolish mumkin-ku deb o'ylayverasiz-ki, o'sha bo'lib qoladi. Yana u qoladi. Keyin yana bitta yolg'onni yopish uchun ikkinchi yolg'on topish kerak bo'ladi. Yoki mana masalan Adinetskiy bucholda ham hozir yangilari chiqdimi? 8.3 nechchi deydi? 8.3 3.0 redaktsiyasi. O'sha chiqqanda masalan rukovodитель degan joyi bor ekan. Buxgalter bo'lishim shart emas, rukovoditellikka kiraman. Kerakli savollar bor. Debitorkam, kreditorkam, yana nimalar. Shu bosib o'sha menga chaynab beryapti. Haligi gapimda buxgalter bu anaqaga boshliqqa yoki bir tushunmaydigan odamga doktor tilida emasda, o'sha Adinetskiy ham shu rukovoditelь boshliq tilida chiqarib beryapti. Mana narsalarimiz bor ekan, qarayapmiz. Bu o'tda bunaqa doktor. Yo'q, bu o'sha sani buxgalterskiy provodkangdan ko'rsatadi qizil. Da. O'zim o'ylab topayotgan bu. Rukovoditelga qizil bo'yotishdi-da. Men uni shotiga kirib tekshirgan. Yo qizil, bu qizil borki, qara, iltimos sanda. Nimadir noto'g'ri qilyapsan bunisi. Shunaqa programma deydi-ku, aytaman, programmani shu bosadagi odam. Shuni bitta yaxshilab boshqatdan provissiya qilib chiqqin, to'g'rilab. Mana shu rukovoditelь joyim to'g'ri bo'lsa. To'g'ri, rukovoditelь degan joyim bor ekan-ku. Shunday. Ahamiyat bermasdim, qirsam, zo'r-ku deyapman. Hozir bizni taklif qilyapmiz rahbarlarga Globus degan anov bor, xuddi onlayn tarzda bo'ladi. Rahbarlar uchun ham login parollar beramiz, для просмотра. Men hozir aytaman, xohlasangiz yil tugashi bilan balansingizni tushuntirib berib qo'yaman. Qayerda nimangiz borligini va shu отчёtingiz
adingizga to'g'ri kelyapti, o'shani ham ko'rishingiz mumkin. Zo'r. Buni masalan optimizatsiya ham aytganingizda nafaqat tashqi o'sha davlatning bergan imkoniyatlardan emas, o'zingizni ichki holatingizdan ham siz optimizatsiya qilsangiz bo'ladi. Misol uchun amortizatsiyangizni hammasini bir xil olgansiz, katta оборудованиялар ko'p odamlar 5 yillik ichib olgisi. Bu o'zi fiziki 10 yillik ichiladigan. San ertaga ubitga kirgizib yuboryapti. Ertaga to'g'ri nalog uchun nimadir, lekin ertaga san chet ellik hamkor bilan yoki ichki hamkorlar bilan ishlamoqchi bo'lsang, отчетing berganda bu san ubit ishni ko'rsatib yuboradi-da. Undan ko'ra buni amortizatsiyang 5 yil emas, 10 yillikka unaqa qilgan, to'g'rilab qo'ygan. To'g'rimi gapim? Yoki 10 yillik emas, 7 yillik to'g'ri kelar. Oddiy misol amortizatsiyani yoki yana bilmayman nimalarga qarasa bo'ladi. Svet xarajatlaringni qaysidirini qattiqdir noto'g'ri olib borayotgandir buxgaltering. Unga noto'g'ri buxgalter ayb emas, berayotgan ma'lumotni o'zi kimdir noto'g'ri yetkazayotgandir. Mas'ul xodimni chaqirasan-da, sen nega bunga noto'g'ri informatsiya beryapsan? Chunki u buxgalter nimani berasiz, siz bergan ma'lumotlarni kiritar ekanda. Albatta. O'zi havodan olmaydi-ku. O'shanda siz pervishni beradigan hujjatlarni nazoratga olasizda o'sha. Buni yaxshiligi bu orqali qo'l ostingizdagi bo'layotgan barnakni to'g'rilar ekansiz. Ya Ahmad, Bahrom yo balonchi, sen nimaga bunga bermayapsan informatsiya? Bu ishlamayotganini через buxgalteriya ham nazoratga olsangiz bo'lar ekanda. Shunday. To'g'rimi? Shunday. Shu. Men katta kompaniyalarga va o'sha pochchani qo'lda aytdimki, ishlaganimda har doim katta biznes egalariga va yaxshi nima deydi, biznes qiladiganlarga aytaman, har bir odamga padushka qo'ysin deb deyman. Ya'ni orqasiga xodim qo'ysin deb o'ylayman. Aytaman, tavsiya qilaman. Qanaqa bo'ladi bu? Ya'ni men zo'r buxgalterman. Meni ham orqamga bitta odam qo'yishingiz kerak, yordamchi. Tayyorlashingiz kerak. Men issiq joyman, o'lib qolishim mumkin. Prosta ertaga kayfiyatim bo'lmay kelmay qolishim mumkin. Ko'chib ketishingiz mumkin. Ko'chib ketishim mumkin. Любой holat bo'lishi mumkin. Yo masdan bo'lmay kasal bo'lib, umuman chiqa olmay qolishim mumkin. Shu vaqtda ishingiz to'xtab qolmasligi uchun. Yo kasbingizni o'zgartirishingiz mumkin. Keyin menejerlar bo'lishi mumkin. Menejerlar ham hamma ma'lumotni oladi, ketaveradi. Ularga korporativ nomer berish kerak ularga va ularning orqasiga albatta bittadan padushka qo'yish kerak. O'shani o'zingiz qo'llaganmisiz? Harakat qilaman, lekin men bizlar uchun juda katta globalniy narsa emas. Asosiy ustunlar bor. O'shalarga men juda mehr beraman. O'sha aytgan soliq maslahat ustunlar bo'ladi. Kompaniyalar o'shalarga upor beraverasiz, chunki ustunlarda ular. Ularni yiqitib qo'yishingiz kerak emas. Ular yiqitsa, sizni tomingiz tushib ketib qoladi-da. O'sha uchun ustunlarga yaxshi e'tibor beraman. Ustunlar bilan maksimalni qarashlaringizni bitta qilasiz. Qarashlarimizni bitta qilamiz, bitta общий язык topishga harakat qilamiz. U kamchiliklarni aytadi, men kamchiliklarni aytamiz, u men nima uchun xodimim, men kamchiligimni aytdi deb xafa bo'lmayman. Chunki kelishib olganmiz, nima hatto kamchilik bo'lsa, men ko'rmasligim mumkin. Sen ayt, nima uchun noto'g'ri aytganim bo'lsa, men uzr so'rayman. Agar men sen noto'g'ri tushayotgan bo'lsang, men aytaman, men buni bunaqa ma'noda aytdim, sen boshqacha tushunibsan deyman. Kamida shu holatga bir oydinlik kiritiladi. Oydinlik kiritiladi. O'sha uchun men katta kompaniyaga har doim tavsiya qilaman. Любой xodimning orqasiga padushka, ya'ni orqa odam qo'yish kerak. Ya'ni quloq emas, ya'ni uni o'rnini bosuvchi odam qo'yish kerak. Nima bo'lgan taqdirda eng maksimalni insonimizga olimni o'tib qolsa, ish to'xtab qolmay, patirtlab qolmaydi, ishni davom ettirib ketaveradi. Keyin mana qarang, o'sha buxgalteriya mana necha kvadratli joy olgansiz? Menikimi? Где-то 150 larga. Zo'r. Bu ichingizda xona olinganda, anaqa coworking emas-a? Yo'q. Iminda anaqa. Mana bu ham lokatsiyani tanlaganingiz, yaxshi joydan olganingiz ham siz bo'lgan korxonangizni o'sha to'lov qobiliyatingiz borligidan ham dalolatda. Masalan, buxgalteriyada men shunga ham qarar ekanman. Shunday. Akamni borib joyingizni aytsangiz emas, ertaga bu odamni qidirib qolganimda ham shu yerdami o'zi bu odam? Komandasi bormi degan ma'noda shu nuqtalarga ham baribir afsus berayotganda qarash kerak ekan. Chunki bitta odamga berib qo'ysangiz, u aytganingizdek siz mana ertaga bu yerda o'tiribsiz, lekin u yerda komandangiz ishlayapti-da. Shunday. Bu muhim hisoblanadi. Yoki men bu yerda o'tiribman, mani komandam ishlayapti, yaxshimi yo'qmi ishlashyapti. Shuning uchun siz ham bu ofis olganingiz, ularga sharoit qilib beringiz, komanda uchun o'z uyingizda o'tirib ham o'zingiz qilsangiz bo'lardi-ku. O'sha pulni topardingiz. Bizda o'sha impact olayotganimizda birinchi kelganimizda soda bo'limimizni ko'chirib kelganmiz bu yoqqa. Keyin kelganimizda rahbari ukalari bor, Azimjon aka ko'rib,
shularmikan buxgalter deb anaqa qilganlar. Endi o'zlari aytgan, men aytganman aka, asosiy komandan boshqa joyda yaqinda ko'chib kelamiz. Ko'rasiz deganman-da. Общий ko'chib kelamiz deganda, ko'rasiz degan. O'shanda ko'rib, keyin bizlar bilan hamkorlik o'tgan. Ya'ni ular ham usluga qilishadi, qilasizlar. Ularni absolyut qilamiz. O'sha переговор yanvardan aka iyunda zakljuchение qildik dogovor. 6 oy deganda, ya'ni B2B bizning segmentimizda 6 oylab, 9 yillab, 1 yillab ожидание qilamiz. Chunki bitta aytayman, boya pulni ishonib topshirish juda nozik masala-da. Nimaga sizga o'tish kerak? Nima uchun menga o'tish kerak? Birinchidan komfort bo'lish kerak, ikkinchidan ishonch bo'lish kerak. Haqiqatan pulni yurtalarmi, yo'qmi? Eng asosiysi ishonch. Kompetentli odamlarmi? Kompetentli odamlar bugun ochilib, bugun masalan boshqa joylarda arendaga joy qidirsangiz ham birdan so'rayapti hozir. Kompaniyaman siz qachon ochildingiz deydi. Qarang. So'rayapti sirasi. Qachon ochildingiz deydi. Nima faoliyat palonchi qachon ochildinglar? Masalan 2019da masalan sabab nimaga o'zgartirishga deydi. Masalan qimmatlik qilyaptimi, nimadir aytadigan bo'lsa, sharoit yoki sig'mayapmiz. Sig'mayapmiz desa, keyin keyingi переговорlar, ya'ni suhbatimiz davomiyligi shunga bog'liq bo'lib qolyapti. Hozir odamlar sira so'rayapti, chunki odamlar ham arendaga joy beradigan odamlar ham joniga tegib ketdi, chunki 2 oy o'tiribdi-dan keyin endi ko'ngli xotirjam bo'lganda u yopilib ketyapti, bankrot bo'lib ketib qolyapti-da. Shu buxgalter ham shu uchun ekanda, qarang, sizga berdik, keyin aka biz yig'ishtirdik desangiz yoki topa olmasa, yana boshqasini qidirishim kerak-da. U birov bilan men aytaman, masalan siz menga buxgalteriyani bersangiz, men sizga aytaman, aka, kamida 3 oy yoki 6 oygacha bir-birimizni tushunmaymiz deyman. Aytaman, xafa bo'lmang deyman. Yana menga ertaga kelganda idealniy mana bunaqa bo'ladi tushuntirmang. Kamchiligimiz bo'ladi, ya'ni bitta valnada ikkalamiz suzishimiz uchun kamida 6 oy, bo'lmasa 3 oy, kamida 6 oy ketishi mumkin deyman. Chunki enakda 14-15 yillik yashagan xotiningiz ham tushunmay qolasizda. Tumanlarga tushib olish kerak. Tumanlarga baribir qaysidir yilda uni ham qaysidir yangi varonkasi chiqib qoladi, tushunmay qolasiz. O'sha uchun men aytaman, kelgandan keyin idealniy buxgalter edinglar deydi. Yo'q, to'g'ri idealniymiz, lekin siz hozir nima deyishingizni bilishimiz uchun biz siz bilan ancha ishlashimiz kerak. Kamida oldindan hamma narsani aytaman, chunki bu keslardan o'tib bo'lganmiz, kalta yeganmiz, ya'ni aytib qo'ymaganmiz. Ajdani bugun qarasak, u bunaqa bo'lmas ekan, hayotda realni o'shani hisobiga-da. Zo'r. Chunki любой tadbirkorda aytamiz aka, vaqt kerak bilan o'rganishimizga bilasiz. Chunki uylanganingizdan keyin, yangi oilangizga kelgandan keyin adaptatsiya degan narsa bor-da. To'g'ri. Ishchini ham adaptatsiyasi bor, bu ham xuddi shunaqa ishchi deydi, faqat tashqaridagi xodim. Agar kimgadir, ya'ni bizning xizmatlarimiz, buxgalteriya xizmati, soliq maslahati, audit, ya'ni auditlarimiz ham 2 xilcha turi bor. O'z uchun audit bor va nima deydi, qonuniy audit xulosasi qilib beramiz. Unga ham muammo yo'q. Uni asosiy boshqa sherikchilik asosida va importni kontraktlarga autorskiy zakljuchение yozib beramiz. Va undan tashqari hozirgi kunda juda ko'p tadbirkorlarimiz tomonidan tavsiyalarga ko'ra va o'zimizning kuzatuvlarimizga asosan tezkor monitoring xizmatimizni joriy qilganmiz. Tezkor monitoring xizmatimizda asosan buxgalteriyasi umuman yuritilyaptimi, yo'qmi? Ikkinchisi bo'lsa qaysi tarzda yuritilyapti va uchinchisi davlatimiz tomonidan berayotgan imkoniyatlar, imtiyozlardan foydalanganmi yoki foydalanish bo'ladimi kelajakda, o'shalarni ko'rib beramiz. Bu xizmatimiz mutlaqo bepul. Bundan manfaatimiz keyingi qadamda agar shu narsalarga rozi bo'lsa, to'g'rilab berishimizdan biz o'z xizmat haqimizni olamiz. Agar kimgadir shu xizmatimiz kerak bo'lsa va sizga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, biz tayyormiz. Murojaat qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar mana shu telefonlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Aka, sizga rahmat, vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat, maza qildi odam. Kamkasblar bo'lgan bo'lsa rozi bo'lasiz. Duo qilib berasiz. Sizdan. Yo'q, akajon. Sizdan. Bu nechinchi podkastingiz? Birinchisi. Mashallah, shu hozir mana bizani nima qilib ko'ribsiz, nima deydi? Shunga loyiq deb bilibsiz. Bundanda xayrli bo'lsin, yaxshi insonlar kelsin, yaxshi tadbirkorlar kelib, nima deydi, qarashimizni, bizga bermagan ilmlarni bersin, biz ham o'rganib manfaatli bo'laylik. Va bizga gapirgan suhbatlardan kimdir manfaat bor bo'lsa, bizga ham ajratib bersin va sizga ham. Barchamizni iymonda, islomda, istiqomda, sodiq qadam qilsin. Allohumma salli va sallim baraka. Rahmat. Rahmat, maza qildingiz bizga. Rahmat sizga.